90-yillarda ham, 2000-yillarda ham, 2010 va 2020-yillarda ham pikda qolgan, hech qachon yomon rol biror marta o'ynamagan, veliki ujasniy, yagona va betakror Bobur Yo'ldoshev. Abdulaziz Karim emasmisiz? Bundoq jumlab tashlab yuborgan. Oxirida anaqa qotilni topgansiz. Yo'q. Siz teatrga kerak emassiz, teatr sizga kerak. Sardor birinchi efirda ketgandan keyin bo'lgan voqeani aytib bering. Voy, ming marta aytilgan. Mayli, biz uchun aytib bering. Akbar Toj Shohmahal Akbar Shoh bir marta meni aldab chaqirib olgan. Kirib ketib qolganman. Hech kimga zarari ham yo'q. Teatrda yashab yuraveradi, hech kimdan pul so'ramaydi. Bir kunda cho'tta 37 ta epizod olingan. O'lib qoladigan. Zo'r kino olmoqchimiz, pulimiz yo'q deyishdi. Oyi. Lermontov 27 yoshida o'lib bo'lgan. Atak nozik, ijodkor qalb egasilar Bobur aka. Xullas, bugun kirish qismi qiladigan bo'lsak, o'zi hech qachon unaqa kirish qismi bo'lmaydi-yu. 90-yillarda ham, 2000-yillarda ham, 2010 va 2020-yillarda ham pikda qolgan, hech qachon yomon rol biror marta o'ynamagan, veliki ujasniy, yagona va betakror Bobur Yo'ldoshev. Bobur aka qalaysiz? Endi ko'rayotgan odamlar chaldi, ishoning. Chapi chalgan bo'lsangiz, iltimos kommentariyga qarsini bundoq nimasini qo'yib yuboringlar, emojisini. Qalaysiz to'da, charchamayapsizmi, ishlaringiz yaxshimi? Lekin hazil bilan birinchi roli Sardor ku, to'g'rimi? 2000-yil. Sardor 2000. Yo'q, 89-yilda главный rol birinchisi bu Sardor edi. Yo'q, yosh bola bo'lganlarda. Tush sotuvchisi 89-yil. Uzr, 80-yillarda ham, 90da ham. Payt bilmagan. 2010, 2020, to'r 10 yillikdan, to'r distiletiyadan beri. Yo'q, u yerda nima bo'lgan? Yusuf Roziqov Domla degan serial olganda, o'sha Domlami? Domla degan seriallar bo'lardi. O'sha Domladan keyin tanilganman, azizgincha ko'zga ko'ringan. Ana aytayotgan 89-yilda yosh bola bo'lgansiz endi, to'g'rimi? 13 yoshli bir taxminan. Это где-то 90 95-yil. Mana aytayotganingiz, Domlada. Или 96 уже istayo. Endi baribir siz takoy prime qilib bergan Sardorda, to'g'ri. Sardor. Keyin Sevinch, to'g'rimi? Yo, unaqa emas. Sardordan keyin 2000 Sardor, 2006 Sevinch, a? Ne, tam shu o'rtalarida bor edi. Nimadir bo'lgan. Endi tanitgan, конечно, Sardor, конечно. Sardorni men nimaga aytayotganim, Sardor serialini meni ustozim olganlar, Shavkat Mahbubov, rahmatli joylari jannatda bo'lsin. Men institutda o'qiganimda meni anaqa institutda o'qiganimda meni nimam bo'lganlar, prям masterim bo'lganlar. 4 yil bizga dars bergan, eng asosiy rejissuradan dars bergan ustozim bo'lganlar. Shunda men siz bilan birinchi marta gaplashganman. Siz endi eslolmasangiz kerak. Darsda o'tirganimizda telefonlari jiringlaganda, ke jim turlaring. Da baburchik deganlar-da, keyin bilsak siz telefon qilgan ekansiz. Nimadir ish bo'yicha. Yo'q, endi shu paytda to'g'ri kelib qolganda, gaplashganda keyin biz kim deganmiz-da, bilganmiz sizligingizni-da. Ke voy Bobur aka telefon qilyaptilar, ustozimizga gromki qo'ying, ovozlarini eshitaylik deganmiz-da. Endi domla telefonni ham tushunmaydilar. Qanaqa gromki qo'yiladi? Deb menga berganlar-da. Unda gromki qo'yib, "Assalomu alaykum Bobur aka" deganmiz-da. Keyin "Va alaykum assalom, yaxshimisizlar? Ha, studentlar o'qiyapsizlarmi?" degansiz-da. Yo'q, Ha, endi eslamaysiz. Prosta telefonda bo'lgan narsa-da. Endi biz uchun Bobur Yo'ldoshev bilan birinchi gaplashishimiz bo'lgan. 2000-yil o'zida, 2000. Bu 2006 bo'lyapti. 2006 birinchi kursda o'qirdik. Keyin shunda siz aytdingiz, "У вас самый лучший педагог, берегите его" degansiz-da. Ha, shu gapni aytgansiz, biz такой, Но он документалист же был. Da. U zo'r dokumentalist bo'lganlar, Orol haqida dokumentalniy filmlar qilganlar. Shu Sovetskiy Soyuz parchalanishidan oldin Sovetskiy Soyuz muammolarini ko'rsatadigan Pichalmaya Anahid, Кто убил Дениску degan mana shunaqa prям жесткий dokumentalniy filmlari bo'lgan, juda kuchli ijodkor bo'lganlar va игровой kinoga ham birinchi игровой kino. Birinchi qilgan игровой ishlari. Ostona aka. Sardorni
olganlar, endi ko'pchilik bilsa kerak, o'sha paytda armiyaga borganlarni bir ham 90% shu filmni ta'sirida bo'lgan. Mana Bobur Yo'ldoshev bo'lib ketaman armiyaga borsam deb o'ylab, shu haqida ham gapirib berayim. Qanaqa qilib, Sardor tushgansiz, nima bo'lgan o'zi? Вообще estiyor. Shuni zaman dar probaga kelganman, Fotiha ko'shdi edi. Ha, ikkinchi rejissor bo'lganlar adashmasam. Tash estiyor nima bo'lgan. Cho'ta ana bo'ldi-da, shu bilan chakuvda bo'lib qoldi. Keyin qarasam uydaman. Mahmadonaligingiz menimcha to'g'ri kelganda rolga. Bilmadim qanaqa qilib tanlashgan, lekin Ostonaga probaga kelganimda o'rtog'im Zafar oldim deydi. Yana Fotiha ko'shdi, Mahbubov. Bundoq qilganda, "Avdi cho'zaparing" degan o'rtog'imga. Drukmi? Ну-ка, fotografiruйте. И o'tib qolgan главный rolga. Voy, dedim, keyin uyda o'tiribman. Syomkaga ketishdi. 5 kuncha o'tdi. Mahbubov telefon qilib, "Так, Бабур, одевайся, сейчас в Термез прилететь надо". "А что случилось?" "Да твой друг ни хрена текст выучить не может. Сам будешь сниматься вместо него". Shu bilan Ostonada ham o'zingiz o'ynab o'rgansiz. keyin Ostonaga. Sardor birinchi efirda ketgandan keyin bo'lgan voqeani aytib bering. Voy, ming marta aytilgan. Mayli, biz uchun aytib bering. Qo'ygan. Yaxshi-ku. U aytmagansiz, podkastda aytganmisiz? Bilmayman. O'zimga aytib bergansiz, endi bir tomoshabinlar uchun xoddiy. Xullas. O'zi qo'ysan. Biz ham podkast shunaqa-ki, bemalol kulishib gaplashib o'tiramiz. Nechun o'ta seryozni bajaramiz. Endi siz bilmasangiz kerak. U voqeani bilmayman qanaqa voqea. Yo'q. Sizga aytib berman, biladi. Payt endi ota-onam bilan yurganimda hamma onamni ham, adamni ham tanishardi. Ani bozorlarga kelsa, "Rima pa, mana olib qo'ying, yo pul kerakmi?" Yo, qurishardi, non berisharmidi, oyim uyalib, olmayman, tiqvorishardi oyimga. Hamma tanirdi. Men faxrlanardim. Men katta bo'lsam, meni ham hamma taniydi deganman-da. Payt, короче, men Novoy ko'chada turaman. Payt Malika o'shda Novoy ko'cha yarmarka bo'lardi. Teatrim Hamsa. yo'q, Молодежь teatri. 5 minutlik yo'l. Nabaka, короче, repetitsiya qo'ygan. Kech payt Sardorni ko'rsatishgan. Efirda Sardor ketgan. Birinchi qismi. Men ikkinchi seriyada paydo bo'laman. Birinchi seriya qo'yilgandan keyin ajiotaj bo'lib ketdi-da. Ikkinchisida men paydo bo'laman, dedim. Ikkinchi seriyani berishdi. Men o'sha bilaman, 100% hamma ko'ryapti. Bu birinchi mustaqillik paytida birinchi katta serial. Dahshat bo'lgan. Olingan. Короче, payt gel yo'q. Chochki suradigan. Shakar bilan. Shakar bilan ukladkalar qilib. Boshingizga g'isht desa ham ta'sir qilmaydi, chunki qotiyotadi-da. Endi 5 minutlik yo'l teatrimgacha uyimdan. Nari borsa, sekin yursangiz 7 minut, 10 minutga bormaydi. Endi men bu tomondan yurardim, bu gal bu tomonga o'tdim-da, ya'ni yarmarka tomonga. Ko'proq odam tanisi. Sekin ketyapman. Shunaqa sekin ketyapman. Tanirmikin? Ketyapman. U payt Abdulaziz Karim degan qo'shiqchi bo'lardi. Hozir ham borlar. Asr guruhi. Sochlarimiz ham, tipajimiz ham o'xshaganda. Bashara o'xshaydi ikkalamiz. Men tipajimiz bitta. Bir payt bitta. Ana. Eslagan bo'lsangiz salom sizga. Umrimga, butun umrga eslab qoldim-da ismini. Xullas bitta qiz kelyapti. Assalomu alaykum dedi. Alaykum assalom. Boshlandi dedim. Tasqat qo'yib bering dedi.
Ana boshladi. Cho'nchiga ruchkalarni sovg'a ruchka berdi. Ana sog' bo'ling, omad, Bobur Yo'ldoshev. Qo'l qo'ysam bundoq qildi. Abdulaziz Karim emasmisiz? Bundoq jumlab tashlab yuborgan. O'shandan kelgan ochki bandani, naushnik, hech kim tanimasin. Даже otini institutga ham polniy bandani, kepka, ochki bekinib yuradigan bo'lgan o'shandan. Muzdek qilib qo'ygan. Shuni osmondan. Qarang, zo'r bo'lganda, mana birinchisini o'zidan tako tushungansizda. Joyimga o'tkazib qo'yishgan. O'zi dahshatli bo'lgan o'zi kerak, Sardor effekti, uni eyforiyasi o'sha paytlar. Endi bu mashhurlik bilan nima qilishni bilmay qolganman-da. Yo'q. Haligacha men o'zimni ko'p odamlar tanib qoladi-yu, qanaqa tutishni bilmayman-da o'zim. O'shaning uchun qochib ketaman. Я просто не знаю, как себя вести. Вроде бы это очень приятно, yoqimli narsa, lekin o'zimni qanaqa tutishni bilmayman-da shu payt. Вроде zo'rsiz deyishadi, приятно. Но как-то неудобно-da. Hozir ham mana ko'chada turdik, gaplashib, Rahmat. bitta nima o'tib ketayotgan ekan. Kuryer shunda to'xtadi, keldi-da, "Bobur aka, bitta rasmga tushaylik" dedi. Prosta turdik. U kuryer kimdir hozir o'tiribdi deb o'ylab lavashimizni olib qoldi. Bitta rasmga tushib ketdi. O'shaning uchun endi Bobur aka endi bir tarafdan ham televideniyada mana ajoyib rollaringiz bor, kinoda ham ajoyib rollaringiz bor, teatrda ham mana. Shular endi baribir hammasini oladigan bo'lsa, baribir endi xolismi yo'qmi? Siz endi tanimaydigan odam O'zbekistonda sanoqli-da, bilmadim. Bu juda ham yoqimli narsa. Bu siz misol uchun, bu sizlar bu bo'lmasa, как бы жизнь bo'lib qolardi-yu, но это мне это очень приятно, но o'zimni qanaqa tutishni bir xil paytlarda talpaga kirib qolasiz, вообще bilmaysizda nima qilishni. Oxirgi marta qachon bozorga borganingiz? Yo'q, Samarqandda. Men bozorga uzr bordim. Shuda endi bora olmaysiz. Qopqotda. Karzinkaga hamchi masalan kirib chiqasiz. Karzinkaga kirib chiqaman, endi уже hamma taniydi. O'zingiz uyingizda oldiga. Da. O'zi masalan Bobur aka mana umuman aktyorlarning hayoti, ularni o'ynagan rollarini va atrofda mana tashqarida gaplashsak, mana Bobur Yo'ldoshev deyilganda juda ham qanaqadir jiddiy, o'zini tipajiga ega, o'zini obro'siga ega va yillar davomida hech qanaqa anaqaga uchramagan odam keladi-da. Masalan, siz nima deb o'ylaysiz, u nima bilan bog'liq? Masalan, siz qanday qilib yaratdingiz mana shu imijni? Men hech qanaqa imij ustida ishlaganman. Meni taniydigan bolalar, meni tanimaydigan odam mana shunaqa deb o'ylaydi. Meni taniydigan bolalar bunaqa o'ylamaydi. Jo'loniga kelganda ham shuni aytdik-ku, Bobur akani tanimasang, to'g'ri bir qanaqadir bo'lishi mumkin, lekin chiqishib olsang, rosa ham zo'r odamlar, rosa zo'r chiqishib ketadigan odam deb aytdik Jo'loniga ikkalamiz. Да. Не, просто men yana bir bor aytib o'taman. Meni tanigan odam, mana misol uchun ko'chada tanib qolsa, Bobur aka, men o'zimni tutishni bilmayman-da, o'shaning uchun yopib olaman-da. Tushunasizmi? Chegara qo'yib qo'yaman. Ular o'ylashadiki, dimog'dor. Da, kibrli deb o'ylashadi. Men undan emas. Просто men o'zimni tutishni bilmayman. Siz zo'r aktyorsiz, aka nomer 1siz. Nima deysan? G'irt degan odam. Rahmat. Понимаешь? O'shanga shunaqa deb o'ylashadi. Tak. Vrat li. Atak nozik, ijodkor qalb egasilar Bobur aka. Mana masalan, men o'z so'ramoqchi bo'lgan narsam Bobur aka. Teatrda xonangizga kirganimda, Didor teatrida Bobur aka ham direktorsiz a o'tda? Yo'q, men badiiy rahbar. Badiiy rahbarlar va bir qancha postanovkalar qo'yadilar o'zlari rejissor sifatida. Xonangizga kirganimda ani yozuv turuvdi-da, esimda bor. Aktyor, mabodo esing og'ib bir rejissorlik qilmoqchi bo'lsang, yig'ishtir bu ishingni degan bir aforizm yozgan. To мне артист,
Очень часто здорово тебя будет тянуть в режиссуру. Shu gap yozilib turardi-da. Ha, hali ham Prям bor. stolingizda turardi-da, ko'ruvdim-da. Hali Nima ham qilib bor. endi o'zingiz rejissyorlik qilib spektaklni qo'yib yursiz? Man hozir tushuntiraman. O'zi осознанно o'zim tanlagan kasbim bu aktyorlik. Man hech rejissyor bo'lgim kelmagan, hech qachon. Lekin o'sha birinchi marta Naba Abdurahmonovni studiyani tugatganimda 5 yil o'qib, adam chaqirganlarda aytganlar, "Теперь на режиссерский пойдешь. Shuhrat Abbasov набирает курс, пойдешь на режиссуру". Я не хочу 5 yil endi Nabida o'qish, bu men bu institutda o'qish emas. U yerda ertalab soat 8dan 1-2 kechasi 3 chiqib ketardi-da. Har kuni mahorat. Har kuni mahorat. Там очень тяжело было учиться. Еще Адам kelib Nabakiga aytgan, "Naba сделай так, чтобы он ушел из театра". Anu молодежкani plintusini har kuni yuvardim-da. Butun молодежкani plintusini bitta o'zim yuvganman. И этот keyin Shuhrat Abbosovga bordim. Я говорю, "Не хочу учиться". Он говорит, artist bo'lasan, aktyorligini ko'rgin, lekin bu зависимая профессия. Я хочу быть актером. Ты для меня отучись режиссеру. И я пошел к Abbasov. Зависимая professiya degani, ya'ni sizga kimdir rol taklif qilsagina Да, ishingiz seni bor-da. tanlashsa o'shanda ishing. Bo'lmasam o'tiraverasiz-da. Bu bo'lmasa aktyorlikning eng katta da. muammosi shunda-da. Da. Shuning uchun ko'p aktyorlarimiz Seni tanlashadi-da. ashula aytvoryapti, boshqa qilyapti. Ular ham rol kuturib charchaganda, oxiri bor edi. Da, shunaqa. И keyin adam o'tib qolganlaridan keyin bir odam meni u yoqqa назначить qilgan. Men nima deb o'yladim? Chetdan endi men festivallarga ko'p borganmiz, hamma teatralniy rejissyorlarni ham ko'pchiligini taniyman-da, SNG bo'yicha. Festivallarda tanishib, и rejissyorlarni taklif qilaman dedim. Rejissyorlar kelib Spektakl qo'yadi. spektakl qo'yadi. Didor teatrida Da, asosan. da. Aha. Sergey Potapovni chaqirdim, qo'yib ketdi u qirollikni qo'yib ketdi Farhod aka bilan, Abdullayev bilan. Keyin Borzo akani chaqirdim. Meni eng yaxshi ko'rgan spektaklim bor edi. Barzo Abdurazakov. Da, spektakl bor edi, Son Babichki. Kapalak tushi degan. Endi men birinchi spektakldan просто hushimdan ketib qolgan holat bu o'sha Son Babichki edi. Просто нереальный spektakl. Ularni chaqirdim, keldilar. Spektakl qo'ydilar. Keyin yana bitta odamni chaqirdim. U ham keldi, spektakl qo'yib ketdi. Keyin yana Borzo akani chaqirdim. Bidermanni qo'yish uchun. Biderman поджигатель. Вот, keldimda, и o'sha надписni ko'rdilar. Borzo aka. Ko'rdilar-da, "Ты эту надпись убери", dedilar. "Ты что, нахрена ты ее сюда поставил?" Ama rejissyorlik kelganda men ulardan как darsda o'tirganda, repetitsiyalarda o'tirib tomosha qilardim-da. "Ты это, у тебя опыт большой в театре, ты уже почти 20-30 лет в театре. Что ты эту надпись убирай, давай учись режиссуре". А мен по онлайн-курсы руководства театрами, короче, to'lab o'qidim. Потом по режиссуре все начал заново читать. Zo'rni gap gapirdilar. "Babur", dedilar, "мы приезжаем, тебе ставим спектакль. Да, все хорошо. Но жену всем не дают. Ты давай заканчивай это дело. Сам ставь. Потихонечку, этюдно, учись, ставь, руку набивай, ставь". И shunaqa qilib sekin-sekin boshladim. Keyin bir marta o'xshab qoldi. Qaysi spektaklingiz? Zвериные истории.
Uchburchakdan boshlandi. Uchburchak ko'ruvdim. Da, uchburchakni 9 oy qo'ydim. Потому что очень не уверен. Didorda qo'yyapsiz-a ularni? Ha. Очень был в себе не уверен. Bobur aka, Ismoilov, Художник bo'ldi. Baxtieva помогал, все помогали. Огромное спасибо. Kattakon rahmat hammaga. Juda ham katta yordam berishdi. Keyin Muhabbat Turabovni Ustozimiz. Да. Muhabbat Turabovni нормально же, что ты? Ama ularga gryazniy progonlarni ko'rsataman-da, chaqirib. Uylari ham yaqingina. Да, keladilar, ko'radilar, Bobur вот здесь вот так, вот здесь вот так, вот здесь нужно вот это. И man ular bilan maslahatlashib, mana shu uchburchak chiqdi. Keyin qarasam, o'xshadi. Muhabbat Turabovni men uchun endi dahoday odam. Muhabbat Turapovni bizani ustozimiz, institutda bizga dars ham berganlar, drama nazariyasidan professor, O'zbekistondagi eng kuchli teatrshunoslardan biri emas, prям eng kuchlisi. Ular Turabtulani qizlari bo'ladilar. O'zbekiston xalq shoiri Turabtula, eski Madhiya Hamzani muallifi, keyin bundan tashqari Botir Zokirov ancha-muncha ashulalarni yozib berganlar. Ra'no o'sha nimalarni Oti nima edi? Majnun Tol. Anaqa Nozim To'laxo'jayev opalari bo'ladilar. Aktyor Nozim To'laxo'jayev opalari bo'ladilar. Prosta ustoz va teatr bo'yicha, drama bo'yicha menimcha Muhabbat ipadan yaxshi bilimga ega bo'lgan odamni men O'zbekistonda ko'rmaganman. Prosta gigant. Faqat ular bilan maslahatlashaman. Keyin Astrovskiy degan Vladimir Leonidovich bor, Gorkiy teatrida, rus dramada ishlaydilar. Ular ham prosta ensiklopediya odam. Ular kelishadi, ko'rishadi. Galina Melnikova, Galina Italina keladi, ko'rishadi. И ulardan endi ular ko'p narsani ko'rishganda, если Muhabbat Turabovni sanki Bobur нормально desa, это значит нормально, да? Понимаешь? И вот да, Bobur, у тебя много ошибок, но давай dedilar, да? И я стал sekin-sekin qo'yishni boshladim, haligacha kelib. Ko'radilar, xatolarimni aytadilar. Keyin Xudsayed keladi, xatolarimni aytadi. Shunaqa qilib o'rganib, mana hozir o'sha bu yil ichida 4 spektakl chiqarib oldim. Yaxshi, Didor teatriga kelinglar o'rtoqlar. Hozir trilogiya qo'ydi. Hozir duologiya bo'ldi. Timur qumga bitilgan Iqro, исповедь написанная песком. И Bobur уходя остаться розой, bu duologiya. Hozir Zebiniso bo'ladi, trilogiya bo'ladi. O'sha sahnada hozir mana shu 3 ta odamni olib chiqmoqchiman. Timur, Bobur и hozir Zebiniso. Amir Temur, Da, Zahiriddin Muhammad Bobur va Zebiniso. O'sha tarixiy bir anaqalarga. No, trilogiya qilib qo'ymoqchiman. Hujumlar qilibsiz-da. O'zi mana menga yoqadigan personaj. sal man muxlis sifatida uzor men endi Didor teatrida bo'lganman. Endi men hech qachon mana shu narsani prikolni tushunmayman-da. Misol uchun birinchi marta kirganimda Didorga 18 tami taburetga bor edi. Kamgina odam o'tiradi-yu. Bu qanaqadir iqtisodiy foydasi ham o'ylanadimi buni? Misol uchun kam odam o'tirsa, o'tirgan odamlar mehnat qilayotganlar ko'p-da. O'ylab qarasa, juda katta mehnat, misol uchun anaqada yoki bunda iqtisodiy foyda nazarda tutilmaydimi, o'ylanmaydimi? Nima beradi u o'zi umuman? Shu taraflama o'ylab qarasa. O'zi teatrda odam o'zi uchun ishlaydi. Bu misol uchun pul topish hech qachon hech kim teatrda pul topmagan. Hech qachon faqat men bilishimcha mana Broadway bor Amerikada, o'sha yerda pul topiladi. Atak pul topilmaydi teatrda. Teatr aktyorni aktyor qiladi. Kino aktyor bilan foydalanadi. Teatr aktyorni aktyor sifatida o'stiradi. Chunki aktyor bu sportsmendek gap, постоянно formada bo'lishi kerak. Har doim repetitsiya qilib turishing kerak. Nima bo'lsa ham repetitsiya qilib turishing kerak, formada bo'lishing kerak. O'shaning uchun misol uchun kinoda endi men misol uchun bittada topaman. Teatrda ishlaydimi aktyor yo faqat kinoda ishlaydi.
ikki xil narsa. O'zi eskidan qolgan bir gap bor-da, в театре не работаешь, в театру служишь deydi-da. Ya'ni sen teatrda ishlamaysan, teatrga xizmat qilasan deydi-da. Teatrni o'ziga yarasha jozibasi ham shunda-da. Bu teatrda ishlash ham baxt, ham anaqa proklatiya-da. Chunki Bittadan уже keta olmaysiz, bir marta. ha, bo'ldi, keta olmaysiz-da. Bu xuddi bir kasallikka o'xshagan narsa bo'ladi-da. Mana kinoda adashishingiz mumkin, xato qilishingiz mumkin, ozgina kechikib qolishingiz mumkin. To siz kechikkuningizcha mayli-da boshqa epizodda olib turishingiz mumkin. Yoki qanaqadir dublyorni ishlatib, yelkasini qo'yib, bu yoqdagi odamni krupniy planni olib turish mumkin-da. Teatrda iloji yo'q-da. Masalan, spektakl 7 da boshlanadigan bo'lsa, aktyor 6 uzog'i 6:30 da bo'lib, kostyumlarini kiyib, grimlarini qilib, 45 minut oldin. Grimda bo'lish. Вот. Значит, 1 soat oldin kelib, grimlarni qilib turish kerak-da. Bo'ldi, sahnaga chiqdingiz, siz xato qilishga haqqingiz yo'q. Bitta replikani noto'g'ri aytib qo'ysangiz, bitta gap esingizdan chiqib qoladigan bo'lsa, bu o'ldi-da spektakl. Bu nima deydi? Bu adrenalin hamda. Chunki mana sahnaga chiqasiz, o'ylayapsizmi, 1,5 soat davomida tinmasdan o'sha tomoshani ko'rsatasiz-da. Endi to'g'ri, rolingizga qarab kichkinaroq bo'lishi mumkin, kattaroq bo'lishi mumkin, lekin bosh rolda bo'ladigan bo'lsangiz, bo'ldi, bu chiqdingiz degani. Prям xuddi futbolistlar ham 45 minut o'ynab dam oladi-ku. Bitta unaqa orada dam olish ham yo'q-da. Masalan, ana Sodom va Gomorra 20 vekalar bo'lardi. O'sha yerda bosh rollarni o'ynardingiz-ku. Raqslarga ham tushib, qo'shiqlarga ham aytib 1 soat 40 minut. 1 soat 40 minut prям shu tinmay ter oqadigan darajada ishlanadi-da. Tushunyapsizmi? O'sha odamdan tinmay ter oqadigan darajada ishlanadi. Va bitta xato qilishga haqqingiz yo'q-da. Umuman yarimta ham xato qilishga chiroyli gap bor-da. Siz teatrga kerak emassiz, teatr sizga kerak deydi. Sen teatrga kerak emassan. Teatr senga kerak. O'zing uchun qilyapsan-da u narsani, o'zing bilan olib ketasan o'sha narsani, tajribani. Ilhomda ham ishlagansiz, qanaqadir haligacha. Beli chornayistni qozini o'ynardingiz. Hozir spektakl o'ynashim kerak edi. Rustam o'rnimga o'ynayapti, bu yoqqa kelganim uchun. Rahmat. Chunki shu qozini o'ynardingiz-da, yana qanaqadir boshqa rollaringiz bormi? Yo'q, hozir. Bitta shu eskidan qolgan bir do'stlikda, Da, просто. Nigor opa o'ynardilar esimda bor, Rayhon opa o'lasini o'ynardilar. Haligacha o'ynashadi. Haligacha o'ynaymiz. Feruza keladi, Sabitova o'ynaydi. Bu aktyorlikdan chiqib ketmaslik uchun o'sha spektaklim turibdi. 10 yil borurlar, o'sha spektaklga 10 yillab ham boriladi-da, o'sha rolingizni o'ynash uchun. Beli chornayistga 20 yildan oshdi, men aniq bilaman. Yo'q, 30. Men aniq biladiganim 20 yildan oshdi. Chunki yaqinlashib qoldi, потому что Sardor paytida qo'yilgan. Men chunki birinchi kursga kirganimda 2006-yilda ko'rganman-da u spektaklni. Boboda ko'rmagan bo'lsangiz ko'ringlar. Sardor tugashi bilan Nigora borib o'sha spektaklni repetitsiya qilgan. Bu Abdulla Qodiriy asari asosida. Yana eng qizig'i Yolqin To'ychiyev yozganlar. Abdulla Qodiriyni Baxtsiz kuyov va bir qancha hikoyalardan olib turib bir spektakl qilingan. Men shu 2006-yilda birinchi marta ko'rgandim. Har 4-5 yilda bitta tushib turaman, lekin yangi sostavlarni ko'rish uchun har 4-5 yilda bitta tushib turaman. Sostav o'zgarib turadi, mag'zum katta bo'lib ketadi. Kichkinaroq bolani. Teatrlar ham har xil bo'ladi. Mana katta teatr bo'ladi, keyin masalan kamerniy teatrlar bo'ladi. O'zi bor bu narsa. Kamerniy teatr degani shu kichkina bo'ladi. Odamlar kamroq bo'ladi. Masalan 100 tagacha bormaydigan zritel bo'lsa, bu o'sha kamerniy teatr deyish mumkin-da. Ilhom mana O'zbekistonda Didor teatri, keyin Shams Qamar degani ochilgan, o'tgan gallarda ham gapirdik. Teatr muhiti Toshkentda sal-pal bor, nimadirlar bo'lyapti, bolalar ishlashyapti, harakat qilishyapti. Zritel ham teatrga qaytyapti. Yaxshi, Xudoga shukr. Endi xo'p, mayli, rejissyorlikni-ku, xo'p shundan boshlayapsiz. Endi yozishni ham boshladingiz-ku. Shu haqida yo haqida gapirishga olamaysizmi? Kerak emas bu. Mammas. Hali tayyorman. 10 yildan keyin so'rasa, keyin javob berishlar mumkin. Bu yerda ham anu bo'ldi-da, qiziq voqea bo'ldi. Men yozdim. Amir Temur to'g'risida. Yozdim. Amir Temurni oxirgi soatlari. Xitoy poxodida oxirgi soatlarini haqida yozdim. Psevdonim qo'yib Muhabbat Turabovnaga berdim. Ostrovskiyga berdim.
O'zingiz yozganingiz yetmadi. Yo'q. Ha. Yo'q. Erkin ag'zamga berdim. Aha. Berdimda, endi nima deyisharkan? Hech kimga aytganim yo'q. Men yozdim. Hech kim hali bilmaydi. Muhabbat Turovni Vladimir Leonidovich bilan kelyapti. Ekzamen, gikki ekzamenini topshiryapman, ular kelishdi. Zerina istoriya, короче, kelishdi, ko'rishdi. Keyin Muhabbat Turov, ну, конечно, что это за автор? Да, молодой один автор. Классно написал. Ты меня можешь с ним познакомить? Да, не знаю я его. Просто вот про Амир Тимура написал. Владимир Леонидович, это. Там вот это то, что красный песок, то, что это, то, что это. Это шикарно написанная пьеса. Туда-сюда. Siz o'zingizni o'z anaqa Bab. ketasiz. Я сижу, слушаю их. Они прям мақтаватты, да, пьесаны. Прям мақтап ташыватты. Muhabbat Turov, Vladimir Leonidovich endi o'qimagan pьесасini o'zi yo'q bu dunyoda. Menimcha, он прочитал все, что есть. Sofokldan boshlab. Да, вот я тебе клянусь, bundan gaplashsang, bilmaydigan pьесani o'zi yo'q u odamda. Tushunyapsan? Ko'rmagan narsasi ham. И, короче, однокурсник папы, однопоточник. Вот это взрослые люди. Saksondan oshgan. И maqtab ketib qolishdi. Я хочу эту пьесу поставить. Давай, ставь. Keyin на узбекский же ее надо переводить. Я Erkin ag'zam. Отправляю, говорю, bitta o'qib ko'ring mana. Yo'q, men перевод qilmayman, vaqtim yo'q Bobur. Adamni yaqin o'rtoqlari. Bobur vaqtim yo'q. Vaqtim yo'q Boburjon. Yo'da. Keyin o'qitiladi. Yo'q, piyesa yaxshi, yomon emas. Faqat o'ris yozgan. Timur, to'g'ri. Ha, endi men fikrlashim rus tilida-yu. Ha, o'ris yozgan. Oldingizga kelsam maylimi? Lekin men tarjima qilmayman dedilar. Oldingizga boring dedim. Keldim, men yozganman. Mana shu 7 sentyabr adamni tug'ilgan kunlari shunga chiqazmoqchiman. Bo'pti dedilar. И он перевел белым стихом. Понял, да? В стихах он еще ее перевел. Вообще такая красота. Белым стихом перевел. Очень красиво. Потом Muhabbat Turovniga yetdim. Это я написал. Такая пауза bo'lib qoldi. Amyam Erkin akam nima deydi? Sen qo'ling bor ekan. Yozgin har kuni хотя бы bir varro yozgin. Yo'q, так получилось. Ustozlarning o'gitiga amal qilgan holda Да. bir narsalar yozib yuribsiz. Я сам офигел. Men yozmayman-ku. Men o'ynayman. O'ynaymanda replikalarni aytaman, kompyuter yozadi. Kimdir yozadimi? Yo'q, там сейчас же есть на MacBook есть микрофон. Нажимаешь, говоришь, он все печатает. Keyin o'tirib redaksiya qo'rasam, все. Yaxshi. Men bunaqa yozganimda-chi, hali yozayotgan bo'lardim. Birinchisi. O'zi Sarvar aka, masalan, teatr rejissyori bilan kino rejissyori farqi bo'ladimi yoki siz teatr rejissyori? U prям maksimalni farq qiladi. To'g'ri, o'tda ham aktyor bilan ishlaysiz, o'tda ham asar bilan ishlaysiz, lekin maksimalni farq qiladi. Masalan, men har doim aytaman, men spektakl qo'ya olmasam kerak. Bobur aka bir chaqiruvdilar. Sarvar aka bir narsa qo'ymaysanmi dedilar. Yo'q, Bobur aka, men qo'ya olmasam kerak. Kallam ishlamaydi-yu degandim. Но spektakl qo'yayotganingda juda katta tajriba beradi. Kinoga ham keyin. Чисто мизансценически видеть вот полностью площадь. Ну вот площадку уже ты видишь, ты уже точно выстраиваешь, как будет это смотреться, эта мизансцена. И вот так yaxshi tajriba это. To'g'ri. Еще раз предлагаю тебе. Yo'q, nasib qilsa bir kun qilaman shu ishni. O'zimga ham qiziq, faqat uning uchun men bilaman-da, yarim yil umrimni men nimagadir bag'ishlashim kerakligini. Bir oy. Yo'q, hech bir oy deb bo'lmaydi. Kirib ketib keyin siz ham chiqa olmay qolib. Boshlay olishdi, bir oy deb. Yarim yildan keyin Подготовка uyda, разбор пьесы, как, что, кто, с кем, почему, зачем.
вот этот разбор ты дома же сделаешь. А когда ты вот aktyorlarga chitga o'tkazasan, bo'ldi, ishlaringni qurasan, rolini yodlab olguncha. Keyin kelding, bir oyda taqillatasan, ikkita tochkadan kuniga 8 soat kuniga ishlab. Nasib. Yo, bu katta anaqa opit odam o'zi uchun ham. Shuning uchun bir kun Zo'r narsa. Nima uchun so'rayapman? Masalan, siz endi mana shu teatr rejissurasidan keyin kinoga ham o'tish ehtimolingiz bormi shunda? Yo, kino это вообще другая tема. Hozir shunaqa deyaptilar. Yo. Men Yodgor Nosirov bilan borganmiz, Qozog'istonda bir film qiluvdik. Ikkalamiz qiluvdik. Beruniy degan bola bilan, o'tda baxtli bo'lib qolib ketdi shu bilan. Shunaqa bo'lishi kerak. Lekin Kстати, titrda siz otingiz turadi rejissyorda shu kinoda. Adashmasam. Нет, я попросил убрать. Надо посмотреть, yana ko'rish kerak, но, по-моему, нету там Yodgor Nosirov. Menga spesifikasi yoqmadi. Nimaga? Kino обожаю, sevaman, без разговоров. Kinosiz ham вообще и там tanimasdi. И нормально ovqatlanmasdim. Но специфика кинорежиссуры. Вот этот вот с актерами отработал, мотор, сцена, и потом раз стоп. Вот этого вот дления, оно, полное дление роли не видишь. То начало снимаешь, то конец снимаешь. Все от объекта. Ну, короче. А дление роли это вообще другое. Подготовка другая. Misol uchun piyesani necha marta o'qish kerak bilasizmi? Yo'q. Bu aqllilik qilayotgani. Yo'q, tushundim. Yozilgan narsani. Piyesani nechta personaj bo'lsa, shuncha o'qishingiz kerak. Har bitta personaj. Har bitta, misol uchun men Sarvarni o'ynayapman. Mana Sarvar rolini, полный piyesani o'qib chiqdim. Keyin faqat Sarvar rolini o'qiyapman. Keyin boshqa personajlar Sarvar to'g'risida nima deb o'ylayapti, nima deyapti. Ularni o'qib chiqaman. Har bitta personajni o'qib, keyin strukturasiga kirib ketasan. Endi так учили. В кино нету, этого. Ну да, kinoda shuning uchun nima deydi, holatlarga kirish bir narsalar emasda. Длинняsi yo'q. Momentini qilish kerak-da, вспышка moment bo'lish kerak. А будто полный taxlab chiqasan, keyin bitta chiqib, bitta o'ynab ketadi. Там адреналин другой. Adrenalin boshqa-da. Тут не поспоришь, да. Bobur aka o'zi oxirgi tushgan anaqangiz shu 97-modda bo'ldi. Undan keyin chiqqanlaridan 97 Fars Farsda bitta epizod 5 minutmi? Fars. Да, и у Хлолики Насимова, вот мы в Париж ездили, то что Хлолики Насимова. Chiqdimi u kino, chiqmadimi? Про Ироду To'laganova chiqqani yo'q hali. Iroda To'laganova tennisist to'la. Про нее, да. Siz kim o'ynadingiz u yerda? Продюсер, который в деньги вкладывает в развитие. Keyin yana bitta narsa so'ramoqchi edim. Bobur aka, siz qanaqa qilib tanlaysiz? Qaysi kinoga ha, qaysi kinoga yo'q deyishni? Qanaqa yuz beradi u narsa? Masalan, sizga taklif beriladi. Yo'q, endi birinchidan men tanlamayman, meni tanlashadi. Keyin gaplashiladi. Keyin misol uchun Soqqasi to'g'rigizi. Bu ham. Usamasa bu. Da. Birinchidan pul. Nimaga birinchidan pul? Chunki misol uchun shunaqa rejissyorlar bor, shunaqa materiallar bor, pul gaplashilmaydi. Menga material zo'r yoqsa, bo'ldi, men o'sha berarsan deyiladi. Tushunyapsizmi? Meni tanlagandan keyin iloji boricha tushaman. Iloji bo'lsa tushib olaman bu kinoda. Hamma условияларым to'g'ri kelsa. Tushib olaman. Nimaga? Chunki boshqa bunaqa taklif bo'lmaydi. O'zizga bir marta qilinadi, bu rol boshqa qaytib kelmaydi. Bu teatrda rol o'ynading, keyin bu spektaklni o'zida keyin boshqa rol o'ynading, bunaqa narsa yo'q.
qaysi o'ynagan rolingizni mana shu kategoriyaga kirita olasiz? В смысле? Mana aytasiz, masalan, taklif berildi, ko'rdim, bo'ldi, o'sha meniki, men gaplashishga ham tayyorman degan. Qaysi o'ynagan kinolaringizdan qaysi rolingizni shunaqa tanlangan deya olasiz? 100% Qo'rg'oshin. Sardor 100%. Потому что yarım oyda $100 olganmiz ham. O'sha berishganda $100 Televideniyaning anaqasida endi u. O'tda shu pul rol o'ynamaganda. Когда ишак дороже стоил, чем Javohir ketib beradilar. Televideniyada ahvolchi chatoq edi, hozir sal tuzukroq bo'lib qoldi menimcha. Da, hozir hamma. Zulfiqor aka kinolarda почти har doim hech o'zi kichkina rol bo'lsa ham o'ynaysiz. Как же объяснить? Shunaqa rollar borki, shtuchniy-da, bular boshqa уже hayotingizda bunaqa rollarni rol taklif olinmaydi bunaqa kinolar. Shunaqa rollar bor, o'tda уже и keyin bir xil rejissyorlar bor, ular bilan pul haqida просто bizdan katta ancha ular bilan Xijolatlimi? Конечно. Bobur keman bitta bolam o'ynab bergan, nech pul berasiz deyish как-то. Потом ularni qo'lida o'sgan rejissyorlar borda. Men ularni Rixsoy Muhammadjonov masalan. Как ему сказать? Да, Rixsoy rahmatli. Qanaqa Qanaqa qilib? Falon pul bering deyolmaysiz. Rixsoyga или там Jahongir aka Qasimov qo'y, Gulmametda o'ynab ber. Jahongirga, короче, manimcha pul bo'ladi. Как ему скажешь? Или Musakovу как это скажешь? Rixsoy Muhammadjonov Abdullajon yozgan odam, ssenarist bo'lganlar, Zulfiqor akani ancha-muncha kinosini yozganlar, Osmondagi bolalar boshqalarni keyinchalik rejissor sifatida ham bir qancha filmlar oldilar. Shu qor yog'moqda oppoq qor yana bir narsalar. Shunaqa odamlar bor, ular bilan bu haqida maksimalni сделайте, deysan-da bo'ldi. To buni ham gapirmaysiz. Ular ham biladi bu narsani, sizga chiqayotganda u pul haqida o'ylamaydi ham, o'ynab ber deydi. Ne, bilmadim, buni bilmadim. No, просто hozir aynan hozirgi paytda, misol uchun serialda tushayotgan bo'lsangiz, men hozirgi uslovga men 10 tadan ko'p epizod tushmayman. Bir kunda. Bir kunda. Aytib berdingiz. O'lib qoladigan. Chunki men tekstni yodlayman-da, suplyyorsiz. И bir kunda cho'ta 37 ta epizod olingan. O'lib qoladigan. U qanaqa bo'lgan? Bobur akaga bitta odam chiqqanda, shunaqa men qaysiligini aytmaylik, ijodkorlar xafa bo'lmasin deb Bobur aka xijolat bo'lyaptilar. Serial bor deganlar-da, Bobur aka ham bo'pti, xo'p deb smenasiga gaplashganlar-da. Masalan, xo'p, tam smenasiga falon puldan berasan deganlar-da. U endi kamroq smena qilish kerak-ku, kuniga 30 talab epizod olibdi-da. O'sha paytda nimadir bu telefon qilganda Sarvar, men vashchi kuch qolmadi menda, iltimos bir 10 kunlardan keyin gaplashaylik, bitta serialda chiqyapman. Ishonmaysan, kuniga 30 talab epizod olibdi men bola dedilar-da. Ka bo'pti bor ekan. O'shandan keyin ровно 8 soat ishlayman, 10 ta epizoddan ko'p ishlamayman. Dedingiz. Da, men o'lib qolay dedim-da o'sha. Endi ishmasdi-ku. Потом dublyajga kelsam bashara osil yotibdi-da, charchagandan. Bu narsa ko'rinadi, materialga ta'sir qiladi. Mayli 15 ta epizod, 15 ta ham ko'p. Потому что yodlaysiz, bu tekst, buni ishlaysiz. Просто tushunishingiz uchun normalniy sharoitda kuniga 3 ta epizod olinadi. Mana ertalabdan yig'ilasiz, obedgacha bitta epizod olinadi, obeddan keyin 2 ta epizod olinadi. 4 ta bo'lib qolishi mumkin. Qanaqadir kichkinaroq orada epizod bo'lsa, ana kelib salom alaykum, yaxshimisizlar, ha deb o'tib ketadigan bo'lsa, mayli 5 ta bo'lib qolishi mumkin-da. Normalniy sharoitda o'zi kuniga 3 ta, 4 ta epizod olinadi. Endi 30 ta epizod kuniga o'ylayvering. 37 tasi ham bor. Mana prям travma bo'lib qolibdi-da. Psixologik travma bo'lib qolgan. Yana u payt kimdir telefon qilyapti-da. Aka, bugun kech payt syomkangiz bor-a? Yo'q, syomkam bugun kech payt. Sotsialniy rolik что ли? Yo'q, boshqa bugun yo'q, boshqa syomka. Еще iltimos, aka, byudjet. Mayli, lekin mana oxirgi baribir endi
katta rolis haqida gapiradigan bo'lsak, o'sha 97-modda juda yaxshi ketdi. Odamlar ham yaxshi qabul qilishdi. O'zi salom va baraka topsin. Shohruh yaxshi ishlar qilyapti, молодец, harakat qilyapti. Shu qalay bo'ldi endi syomkalari? O'zingiz nima deysiz? Hozir Abdazim yangi serial olyapti. Bilaman. Eurovizion chiqib ketdi-yu. Yo, молодец, o'zi Abdazim yaxshi bola. Yo'q, Abdazim Zaninstda o'qigan. Men unga 1 yilcha dars berganman. Montajdanmi, bir narsadan dars berardim unga. Kino ishlab chiqarishdanmi, montajdanmi, islomiymi? Kursida ikkita prям zo'r talkovoy bola edi. Bittasi Shokir Xoliqov, ikkinchisi Abdazim edi. Shokir Xoliqov ham mana hozir молодец, zo'r anaqani olgan. Choyni olgan. Choydan keyin film oldi yakshanba. Choy, я смотрел. Да, kороtkометражный film yakshanba olgan. Juda ko'p festivallarda, juda ko'p prizlar olgan. Bu filmi ham, o'sha qisqa metrajli filmi ham bir o'nlab festivallarda prizlar olgan. Bir 20 ta 30 taga yaqin prizlari bor. Ya'ni bitta ikkita festival emas demoqchiman-da. Ya'ni yaxshi mualliflik kinosini qiladigan yigit Shokir Xoliqov. Abduzazim ham nihoyatda talantli bola edi. Chunki men uni bitta kursovoyni ko'rganimda sirazu aytdim-da. Mehmonmi, mezbonmi degan kursovoy bor. Anaqa YouTube'da ham bor, ko'rsanglar bo'ladi. Juda gрамотный, juda anaqa talantli olingan ish edi. Qancha kichkina bo'lgan, bir 2-mi, 3-kursda olgandi. Keyin o'zi bilan gaplashganda ham gap so'zlari ancha tayinliydi. Va xudo xolasa mana shu yaxshi rejissor chiqadi shu yigitdan deb. Adasi ham rejissor-da. Ha, televideniyechiliklar adashmasam. Bir qanchadir payt sal anaqa nima deydi, hech kino olami yururdi-da, qanaqadir proyektlarni boshladi, nimadir bo'ldi, to'xtab qoldi, boshqa bir nimadirlarni ishlarni qilmoqchi bo'ldi, to'xtab qoluvdi-da, o'zini potensialini chiqara olmadi. Keyin o'sha bir ko'rib qolganda, nima qilsam Abdazim desam, shu salom bilan serial qilyapman dedi. O zo'r dedim. Salom bilan qilayotgan bo'lsang, bos dedim. Hozir ani sharoiti, puli bir narsasiga qaramagan, yaxshi narsa qilgin, shu bu noming chiqsin. Keyin u yog'i o'zi ishlaring yaxshi bo'lib ketadi dedim. Keyin shu bilan 97-modda degan serial qilishdi. Bobur aka bosh rolni ijro etdilar va hozir yana yangi serial qilishyapti. Bu qanaqa ekan? O'zbekiston bilan Qirg'iziston o'rtasida anaqa yashirin chegara bor, yer tagida tunnel, kontrabanda olib o'tadigan. O'sha mavzuga bag'ishlangan bir yaxshi serial qilishayotgan ekan. Xudo xolasa chiqsa uni ham ko'ramiz. O'tda rolingiz bormi? Yo'q. Unda yo'q, ha? Yo'q. Toshkent 97-modda haqida unda bir qog'oz как там kelishdi, ssenariy olib kelishdi, birinchi seriyani o'qidim. Byudjet kam deyishdi. No. Klassik. Da zo'r kino olmoqchimiz, pulimiz yo'q deyishdi. Shunaqa deyiladi o'zi. Keyin birinchi kinoyim dedi. Rejissor o'zi kelganda shunda. Operator ham kelib, birinchi kinoyim dedi. Ssenarist ham birinchi kinoyim dedi. Oxiri deysiz. Bu anu katta riskda, yo rostdan talantli va uchta debutant bo'lib zo'r ish bo'lishi mumkin, yoki prям vashi raso narsa bo'lishi mumkin. Bu juda katta riskda bu. Keyin aktyor ham debutantini o'rmabsanlar dedingizmi? Klinus shunaqa. Lekin bir marta uzoqdan kelaman, bir marta adam bilan o'tiruvdik-da. Telefon bo'lib qoldi. Aka, men mana shunaqa studentman, yana громкий. Studentman, diplomni ish qilyapman, aka tushib bering dedi. Sizga? Ha. Ammo qanaqadir kinoda tushyapman u payt, вообще zich. Bo'sh vaqt bo'ldi, adam oldiga keldim-da. Shonsam vaqt вообще. Yo'q, kam vaqtim yo'q dedilar, adam. Qoldilar. Ham bo'pti. Meni qachon syomka dedi, tushib berdim. Akagida trubku положил, trubkani qo'ygan, sen bunaqa qilmagin dedi. Sanga bola chiqyapti. Iltimos qilyapti, bu uni diplomni ishi, bu hayotiga turtki bo'lishi mumkin. Sen sababchi bo'lib qolishing mumkin. Davay hech qachon debyutantlarga yo'q demagan. Nima bo'lsa, chunki seni yordaming bilan ular chiqishi mumkin. Sen ham o'zing tomoningdan yordam bergan bo'lasan. Bo'pti dedim. Shu bilan debyutantım не отказываю никогда. И
ну hech qachon yo'q demayman-da, men bu korotkий metr Yoshlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha xullas. Adam aytganda qolmadi. Ne, потом adam to'g'ri gap gapirganlar-da. Tushunsa menga meni hurmatimni qilib iltimos qilyaptimi, demak, я что-то стою, и я ему нужен. И bu yerda ham xuddi shu narsa edi. Yadimda помогу. Keyin bilsam, operator G'ofar akaning o'g'li, Abdazim O'ktam akaning o'g'li. Ama O'ktam aka, Jalol, Husan, Iso akalar, они друзья все. И я в их компании был принеси, подай, иди нафиг не мешай. Yoshlikdan taniyman-da, O'ktam aka, и G'ofar akani. Okizlar. Da, G'ofar akani ham yoshlikdan taniyman. Keyin syomkada bilib qoldim. Keyin o'shani bilganimdan keyin bo'pti dedim-da. Bolalar ham yaxshi-da, adasiga telefon qildirib, tepadan kelmasdan. Yo'q, sami пришли. И потом, когда я стал первый oldim, я не мешаю, да, я советами не лезу никогда. Спросит, maslahat so'rasa berishim mumkin, lekin hech qachon o'zim tiqilmayman deb xohlaganda kinosini mani sahnamni mana bunaqa olasan, buni demayman, buni gapiraman, bunaqa narsalar qilmayman, aytgan narsasini qilib chiqib ketaman deb o'zi. Birinchi kun keldim, tomosha qilib o'tiribman. Qarasam, они прям толково разбирают все. Прям толково разбирают. Ништяк dedim, keyin o'tirib gaplashdim u bilan, aytamanki, мне всегда нужна какая-нибудь, когда большая роль, katta rol bo'lsa, bir narsa topkim keladi, какую-то фишечку надо найти. Когда большая роль, чтобы она помогала. Я говорю, dudulanamiz. Dudulanadi. Nimaga bunaqa bo'lib qo'ygan? Shu normalniy edi o'zi. Lekin shu qizini o'ldirib ketgandan keyin shok qilamizda, o'sha epizoddan keyin dudulanishni boshlaydi. Ko'ringlar o'zida сомневаться стал. Keyin tiqib ko'rdim, yo'q bo'ldi, mana shuni qoldiramiz dedi. И потом u bilan gaplashayotganimda Abdazim bilan gaplashayotgan, я понял, что это непростые ребята. Bu самозванцы emas, это не самозванцы. Инструктор, дипломный. Потом я с ним разговариваю, он нормально мыслящий пацан. Я сразу увидел. И потом стали работать. Просто другой вопрос, что они zo'r olmoqchi bo'lib kadrli uzoq qo'yilardi. 3-4 soatlab hech narsa qilmay o'tirardim, jahlim chiqardi. Chaqirib qo'yishardi, 3-4 soat o'tirib qoladi, hech narsa qilmay. Eng yomoni shu o'zi. Da, imam chaqirdim, ishlat yaxshilab burnimni ishqalab. Faqat 37 ta epizod mas'ul, normal ishlatish kerak-da. Men o'zim ham maza qilaman-da ishlaganda. Kadrlarga rosa e'tibor berishganda ular, rakurslarga, kadrlar, chiroqlar tushishi, yorug'lik. Oba молодцы. Johir ham, они oba молодцы. O'zingiz ko'rdingizmi yo ko'rmadingizmi? Короче, nima bo'ldi? 3 ta seriyani ko'rdik, o'tirib ikkalamiz, помощниким bilan. Mashinada, YouTube'da 3tami, 4 ta seriya ko'rdik. Keyin ular menga salom o'rnatib berishdi. Ko'rdim, keyin что получилось? Что-то там подписка закончилась, и я стал смотреть на этом. Telegramda. YouTube'da ham. All movie. Kinopoiskda ham bor, All play'da ko'rdim, и пару раз у меня интернет завис, и shu bilan oxirigacha yetib bormadim, короче. Но где-то серии 6 я посмотрел. Еще в машине, там на съемках. Oxirida anaqa qotilni topgansiz. Yo'q. Bu Bahodir Bag'rom. Oxir qotil topgansiz, mamoda eslicha aytmoqchiman, bilmasangiz. Da.
O'zi qanaqa bo'ldi atrofdagilarning fikri, ko'rganlar sizga? Ko'pchilik maqtadi, lekin yomon o'dziv eshitmadim. Ko'pchilik maqtadi. O'zingiz baribir yaxshi ko'radigan rolingiz qaysi, Qo'rg'oshinmi yo bormi yana boshqasi? Tog'a. Tog'ani ham ko'pchilik yaxshi ko'radi. Menga tog'a yoqadi lekin. Men o'zi hamma rollarim o'zimga yoqadi. Men ko'ra olmayman nimaga. Mana premyera kuni ko'raman-ku. Men bu yerda mana bunaqa qilsa bo'lar ekan. Afsuslanasan-ku. Nervnичать qilaman. Особенно mana hozir Qo'rg'oshinni qo'ysa, butun film nervnичать qilaman. Chunki o'tda bo'lgan tajriba bilan hozirgi tajriba har xilda. O'sha boshqa ko'z bilan ko'rganingizda hech narsani o'zgartira olmaysan, только nervничаешь. O'zi hamma rollarim menga o'ynayotganimda yoqadi, keyin ko'ra olmayman. Maksimalniy maza qilib o'ynagan rollarim ko'p. No hozir mana Gamlet degan kino, Его звали Gamlet degan kino, bu просто men bunaqa ishlamaganman-da. U chet elniki kimdir oluvdi, ha? Da, hozir men bilmayman gapirish mumkinmi yo'qmi? Chiqdimi u kino? Chiqqan, katta prokatga chiqmagan, hozir festivallarda yuradi. O'shaning uchun men hech narsa ma'lumot bera olmayman, lekin bitta narsa aytaman. O'tda более teatralni olingan, repetitsiyalar bo'lgan, repetitsiyalar qilganmiz, alohida bir hafta, 10 kun repetitsiya bo'lgan, 12 kunda, 12 smenada olib tashlagan 3 soatli film. Bo'ldi. Men bunaqa hech qachon ishlamaganman, bir marta ishlaganman. Ivan Sinamira 7 minutli, беспрерывный 7 minutli. Тебя как звать? Маша. А я Эмир. Муж на фронте? Погиб под Севастополем. Вы не волнуйтесь, как только сын поправится, мы сразу уедем в Ташкент, не будем вас стеснять. Тебя там кто-то ждет? Нет. Botda 16 minutli bor epizod. Bittada olingan. Там уже maza qilasan, chunki более teatralniy, stopi yo'q-da. Kirib ketding. Maza qilib rejissyor bilan maza qilib ishlaydigan kinolarni yoqtiraman. Ular ham juda ko'p. Misol uchun Nozim aka bilan olgan kinoyingiz bor edi-yu, maktubmidi? Shu ham Maktub. ekan, rosa ko'pchilik yaxshi ko'radi. Men o'zim kinoteatrda ham yig'lab ko'rganmiz-da. Biz kompashka bilan borganmiz, bir 7 kishi edik. Bir 3 ta bola, 4 ta qiz o'rtoqlar borganmiz-da. Pram oxirida hammamiz ko'zimizdan yosh chiqib ketib qolgandi. Dahshat kino ya. Bunday ko'zdan yosh chiqsa endi uyalasan-ku, tim bo'l yoningda qizlar o'tiribdi. Bunday qarasam hamma yig'layotgan ekan. Nazim Turabov normalniy deb. Nozim akaning filmlari. Nozim aka. U remake-ku, qaysidir bir koreyskiy kinoning remake-ku, juda gramotni, juda zo'r qilingan. Yaxshi olingan. Ondan. Kechasi bilan ishlab chiqardilar-da Nozim aka. Kechasi bilan ishlab chiqardi. O'zi ham bir 3 ta aktyorda, siz, rahmatli Murod aka Rajabov, Iran opa-da, bir 3 ta aktyorda. O'zi o'sha eng katta otilishlar mana shu Sardor, Maktub, Sevinch bo'lganda, menimcha, o'sha 2000-yillarda katta anaqa biz ham men ham ko'rgan, yosh bo'lgan. Sardor 100%. Sevinch ham, omad ham. Omad. Sevinch. Ko'p u payt ko'p Kechgan hayotda ham ko'pchilik yoqtiradi. Kechgan hayot. Prosta ko'rgan kinoda. Tog'a ham shunaqa-yu. Esinglarda bo'lsa, juda ko'p xontaxta kinolar chiqadi. Bular professionalni olingani uchun paq выстреливали просто. Orasidan chiqib qolgan. Hatta payt Lekin Sevinch ham zo'r bo'lgan, aka. Da. Sevinch bilan odamlar bilan kinoteatrga oqib tushib, borib, ko'rib, Lolani ham Lola qilib yuborgan kino shu-da, ashulachidan tashqari, yana shu roli bilan ham Lola вообще zo'r bo'lib ketib qolgan ishlar. Ayub Yolqin снимали, вдвоем они снимали. Tog'ani kim olgandi? Rashid Malikov. Zo'r o'sha kino lekin menga rosa yoqadi.
Тоже такой итальянский. Ha. Ting 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 velosipedda olib. No, Menga lekin Qo'rg'oshin yoqadi. Qo'rg'oshinda katta fojia, katta dramasi bor-da. uni полностью ko'rmagansan. Kesilganmi u? 2 soat 10 minutdan 1 soat 20 minut qo'ygan. Buyuk xodsayetimizmi? Nega bunaqa qilishga nimalar bor edi? Oldin mexanizm deyilardi. Hop. Keyin Qo'rg'oshinga o'tdi. Keyin zo'r sahnalari bor edi. 40 tashalgan. Ko'rgansiz Qo'rg'oshinni? Ha, ko'rganman. 40 tashalgan. Keyin Jamol aka bundan serial qilaman degan. 30 minutdan 4 seriya, 5 seriya qilaman degan. Xullas, o'tda material juda ko'p sahnalar olib tashalgan, zo'r sahnalar. Qayerdadir qolgan bo'lsam, o'zi Jamol akada bor. Chunki endi Zulfiqor aka. hozir chiqishi mumkin-da. Nimaga aytmoqchi bo'lganim, men u kinodachi endi har holda men o'zimni birinchi marta bo'lganimda ko'rib, в принципе, NKVDshniklar ham odam bo'lgan, ularning ham o'zini dardi bo'lgan, o'zini problemasi bo'lgan. To'g'ri, o'sha katta bir mexanizmi, kichkina boltigi bo'lgan, kichkinagina bir nimasi bo'lgan. Ham odam-ku baribir, uni ham ichidan baribir qancha dard o'tgan bo'lsa kerak degan narsa bo'lganda. Chunki NKVDshnik biz o'rganganmiz, shu mana shu toporni yomon bo'lish kerakligi o'rgangandagi, u yerda NKVDshnikka birinchi marta odam sifatida bir ko'rsatilganda. Lekin Xomit ham zo'r bo'lgan aka. Da, endi вот urg'aymog'im bilan qurib boraman, dermadingiz nima edi? Вот этот Xomit, это вот там есть 2 sekunды za всем butun mani filmografiyam bo'yicha bitta yoqadigan joyim bor o'zimga o'sha Xomitda 2 sekundlik moment. Men bilmayman qanaqa qilib Musoqov mani bunaqa прокачать qilgan. Nimalar degan, мы репетировали, прям мы собирались. Qaysi momenti? Там есть момент, когда она Suv sepganimi? Нет, когда он manga erga deyishdan oldin, вот этот момент, когда он думает, как сказать. Вот там есть момент, как так получилось, что у меня так глаз застыл. Shunaqa ko'z qotib qolgan, chunki Musoqov juda ko'p qachat qilganda bu sahnadan oldi. Mana bunaqa qilasan, mana repetitsiyalar qilganmiz. И mana shu moment o'xshab qolgan, еще Abdurahmon aka это еще так снял. И вот это единственный момент, где я себе нравлюсь больше так. Но это Мусакова заслуга, это 100%. Там это не я. Это что он сделал, я не знаю. Но он меня там прокачал хорошо. Я прям там. Yaqinda Muhrimi videosi chiqdi, ko'rdingizmi yo'qmi? Mana shu Xomit haqida. Bu Xomit, menimcha O'zbekistondagi eng mashhur Xomit. Shu joyda Yusufbek hojining o'g'li Otabek haqida o'ylab topgan tuhmatini Qo'qon xoni Xudoyorxonga yetkazish uchun qo'rboshiga pora beryapti. Xullas, yaxshi odam emas. Voy galvas. Bunisi ham Xomit. Menimcha O'zbekistondagi ikkinchi eng mashhur Xomit. Bunisi haqida ham yaxshi gap aytish qiyin. Nega? Yomon odam bo'lgan. Ilgari haliga NKVDda ishlaganmi nima balo? Shunaqa bo'lgan. Shuning uchun Qishloqda bitta Xomit bor. Nimagadir yoshlardan Xomit degani yo'q qishlog'imizda. Ya'ni bizning tariximizda ikkita katta asar bor va unda Xomit prям отдельный personaj bo'lgan deyapti-da. O'tgan kunlari eslagan, o'tgan kunlarda ham Xomit bo'ladi-yu. Mana shu Vatan filmini aytganda, shuning uchun deydi, hozirgi yoshlarning orasida Xomit ismi qolmagan. Chunki Xomit desa, o'sha odamlar sразу miyasiga tars ketadi-da. Shu ismni qarochi yo'q qilgan. Rostdan ham deyarli yo'q И ism. o'sha kinodan keyin bir 10 yilcha, даже больше, нормальный роль tushmagan, постоянно Ablahlanib. Salbiy voy. O'sha orasida Sarvqomat orasida bo'ldi и maktub. Bo'ldi, qolgani hamma yoqda padon. To'g'ri, lekin qo'l bir bo'ldi bir period sizda faqat shu faqat Salbiy rolni zo'r ko'rsatib berganlar-da, o'shaning uchun. u Musoqov qilib bergan. U men faqat men emas. Undan oldin unaqa jabr salbiy rollaringiz ham yo'q edi. Lekin Musoqov olib chiqdi. Bobur aka Osmondagi bolalar oxirida lekin qanaqa bir ikkita salbiy fikrlar ham bo'ldi, menimcha. Osmondagi bolalar 2 mi 3 mi? U 3da. 2da ham как бы salbiyroq rollari, sal nimaroqda baribir, endi babnikda, unaqa
urma qaymog'i bilan Da. birovni qamataveradigan iflos Yo, yo, rol yo. emasdi, u darajada emasdi. No просто babnik rolini o'ynaganlar. Я у Мусакова штатный подонок, да? Da. Anaqada Berlin qo'rg'onda ham nimani o'ynagansiz? Stalinni. То есть Stalinning rolini o'ynagan aktyor o'ynagan. Да, да. А o'zi Stalinni o'ynamoqchi edim. Ha, ya Stalin yosh Yoshlik. kattaroq bir odam. Ko'zim bo'lgan yoshida. ekan. Ha, ha. Ko'zim yoshida. Bu yoqqa tiqib yubordilar. Там на месте Farhod aka ikkalanglar, Farhod aka из-за того, Lenin. что я очень похож на Сталина, когда усы, брови делаешь, он говорит, надо это использовать. Да, потому что спектакль, говорит, хор. Вот что это? Ko'rganmiz Berlin qo'rg'onni. Shuni ko'rmagan ekanman. Qishloqlarda yurib anaqalar o'tkazishadigan bo'ladi-da, bular agitatsiyonida, urush, yo'q bir narsa deydi. И o'shanda xalq orasiga chiqib Stalin bilan Leninning rolini o'ynaydigan ikkita aktyor bo'ladi. Bittasini Bobur aka o'ynaganlar, ikkinchisi Farhod Abdullayev o'ynaganlar. Farhod Abdullayev Lenin bo'lib chiqadigan bo'ladilar. Dodam nima? Stalin bo'lib chiqadigan bo'ladilar. Odamlar undan ko'rib Stalin deb yig'lab yuboradigan joylari bor-da. Endi ishqilib birdan yumorchalari bor. Boshqacha bo'lgan, misol uchun Jamol aka qayergadir chiqib ketadilar syomkada. Men bo'lmay qolsam, tam Farhod aka bo'lmay qolsa bitta epizod topadilar-da, o'ylab topadilar-da. Bir kechaga bizani olib kelib olib karta o'ynaymiz. Zirkanlarda bitta epizod topadilar. Og'aylarni hammasini yig'ib karta o'ynaymiz. Endi kino shunisi bilan qiziq-da, kino shunisi bilan qiziq. Jamol aka bu Zulfiqor Musoqov. Kinoda Jamol aka deb yaqinlari hamma Jamol aka. O'zi hozir bir ikki marta shu narsani tushunmay qoldim. Jamol aka dedilar ekan, Jamol aka Nimada ham Sarvqomat Dilbarda ham, lekin tog'i toshliga chiqib bir yaxshi dam olib keluvdik. Da. Umid Hamdamov siz, Jo'rabek aka. Yana u qanaqa bo'lgan? Bizni nimada syomka Xullas, biz nimada syomka qilganmiz-da, mashinalar yig'iladigan. Ko'rganman. Avtobaza. Biz ham shu avtobazada qolib ishlaganmiz-da, ijodiy guruh, chunki biz ishimiz ko'p edi, svetlarni qo'y, tayyorgarlikni ko'r, svetlarni yig'ishtir, bir narsa qilib texnikada aktyorlarni mehmonxonaga jo'natardik-da endi. Shu tog'da. Chunki yo'l borish kelishi bir qancha 1-2 soatlik yo'l. Yo'q, 20 minut. Yo'q. Bizdan gostinitsadan bazagacha 15-20 minut. Uzoq emas ekan unda. Nimadir adashdim. Ishqilib, mayli aktyorlar shu yaxshi sharoitda bo'lsa, biz bu yoqda qolib ishimizni qilaveramiz deganmiz-da. O'shanda lekin Umid aka zo'r kelgan. Buni gapirib kadr ortida chiqqanimizdan keyin gaplashar ekanmiz-da uni. Umid. Masalan, Bobur aka, sizga hozirgi avlod qanaqa bo'yapti? Masalan, kino aktyorda, masalan, 20 yoshli, 25 yoshli qanaqadir zo'rlari bor. Bormi, masalan, sizga kelgan yoki siz ko'rib qolgansiz yoki maslahat gaplashib qolgansiz, ko'rib zo'rlari bor. Zo'rmashi. Novellalar chiqmaysiz-da? Yo'q, я стараюсь. Bir marta meni Aldab chaqirib olgan. Kirib ketib qo'yganman. Keyin mundoq qarasam, otalar so'zi. Nima deyishim bilmay qoldim. Kelib qo'ydingiz-ku o'sha? Yo'q, chiqib bo'lgandan keyin bilib qolganman. Это короткий метр degan. Kimligini aytmayman. Yaxshi taniysan. Это короткий метр, надо сняться. Ладно, сняться. Bilsiz-ku? Telefon qilib. Telenovella. Bobur, otalar so'zida tushadigan puling yo'qmi san? Lekin shu o'zingizni asringiz baribir har holda shu telenovella. Nimaga? Ichida zo'rlari bor. И от хороших режиссеров, и zo'rlari bor. Просто меня смущает tarbiyaviy tomonini shunaqa выпуклый qilib ko'rsatadi, что красное всё, да. Buni o'sha tarbiyaviy joyini suluroq qilganda, можно было бы играть классные, когда текст не красный, а этот Прям shu влог, да. Вот это мне не нравится. Volta bilan yozilgan. Да, а так все топорно просто. Топорно, volta. Да. А если бы это было со смыслом, где нужно подумать, есть же такие новеллы, где можно посидеть, подумать, приятно смотреть, а это вот эта топорщина мне
не nравится. o'zi ko'p holatlarda bo'ladi. Aytaman-ku, men ham ko'raman-da, zo'r material, zo'r ssenariy bo'ladi, lekin prям topor qilingan bo'ladi. Shu g'oyani olib agar yaxshi yozilganda, yaxshi qilinganda zo'r narsa bo'ladi. Dialoglarni ustida o'ylab. Chunki juda ko'p qanaqadir bir buyuk filmlarni ham oladigan bo'lsangiz-chi, mana mohiyati oddiy narsa bo'lishi mumkin. G'irt otalar so'zi bo'lishi mumkin. Faqat shu otalar so'zini zo'r mahorat bilan qila olganda, masalan, Alejandro González Iñárritu degan rejissyor bor, meksikalik, ana Birdman'ni olgan, Vyjivshiyni olgan. O'shani 21 gram degan kinosi bor-da. Nima haqida? Bir ayol bo'ladi, uni eri va ikkita farzandini mashina urib ketgan bo'ladi-da. Mashina urib ketgandan keyin haligi urgan odam borib, "Men shu ishni qildim, bo'ynimga olaman" deb qamalgan bo'ladi. Eri o'layotganda doktorlar eringiz baribir o'lyapti, tirik qolmaydi. Shuni yuragini olib turib, anaqa qilsak bo'ladimi? Mana donorstva qilib boshqa birovga bersak bo'ladimi degan bo'ladi. Yo, bo'pti degan bo'ladi. Yana bitta personaj uni yuragi kasal bo'ladi. O'shanga qo'yishadi. O'shanga qo'yilgan bo'ladi. Esladim, ko'rganman. Keyin qidirib haligini topadi-da. Mana g'irt otalar so'zi emas, bir indiskiy narsa-da bu. O'lgan erini yuragini kimdir dahshat olingan u kino. Voy, ko'rishga topgan payti. Voy. Yig'laveraysiz. Ya'ni aytmoqchi bo'lgani, mohiyatan juda ham banalni narsa bo'lishi mumkin, lekin uni qanday ijro qilganligi, uni qanday tasvirga olinganligi o'sha narsa muhim-da. Chunki juda ko'p buyuk asarlar o'zi bundan mohiyatan olib qarasangiz trash bo'lishi mumkin. O'sha aytaman-ku, Sofoklni yondashuv muhim ekan. Sofoklni eng buyuk asari Shoh Edip, o'zi umuman drama tarixidagi eng buyuk asar hisoblanadi. Это можно так обосрать этот материал. Nima haqida? Bir odam bilmagan holda otasini o'ldirib, onasiga uylanib, ikkita farzandli bo'ladi. Shunaqa. O'z bu vashshi trashda bunaqa olib qaraysiz, lekin shunaqa mahorat bilan yozilgan va shunaqangi mahorat bilan qo'yilgan. Да, qo'yilgan как. Да, bizda Shukur Burxonov o'ynagandilar. Там видел вот эти две девочки выходят? Это мои сестры. Девочками выходят. Да. O'zingiz ham anaqada o'ynagansiz shekilli, kellar qo'zg'olonida. Yo'q. Ha, yo'q, siz masalan. Yo'q, ты что? Bolalarning orasida bo'lmagansiz, ha? Yo'q. Kellar qo'zg'olon hadizlar qo'yganlar. Da. Repetitsiyalarda o'tirganman, lekin endi как o'tirganman, hamma narsani tushunib emas. No, tam yurganman. Deb, Naba Abdurahmonov ustozim Amerikaga ketib qolmaganda adam bilan hech qachon ishlamasdim-man. Ketib qolib, biz ishsiz qolib ketdim-da men. O'shaning uchun qani mana yoqqa hamma bilan gaplashib repetitsiya qilsalar, men bilan repetitsiya ham qilinmagan. Сядь, говори. А вот заткнись, говори. Shunaqa o'tib ketgan. Hozir Malajojniyda bo'lib turibsizmi? Yo'q, vashshi yo'qsiz, ha? Yo'q, meni уволили оттуда. Lekin baribir zo'r ustozlarning davrasida bo'lgan ekansizda. Voy, men eng baxtli odamman. Chunki men shunaqa ustozlarning qo'liga tushganman. Shuhrat Abbosovni ham ko'rgansiz. Shuhrat Abbosov, Lola Agzamna, Nabi Abdurahmonov, Vayl, Vayl. Yo'q, Vayl bilan ishlamaganman, lekin darsida o'tirganman bir marta, bir marta meni teatrga taklif qilganda, odam yetmagan, bolalar yetmagan, men уже нормальный yurgan paytim taklif qilgan, что-нибудь прочитай degan menga. Men o'qib berganman. Ну, отлично degan. С нового сезона будешь это, я говорю, вам надо позвонить Наби Каюмовичу. Там этика, вопросы этики. Наби Каюмовичу надо вам позвонить, чтобы он добро дал. А я зайду до этого. Nabiga keldim, Nabiga mana shunaqa Vayl chaqiryapti. Если они это дружили или не очень? Не, они общались, но так, чтобы дружить, они не дружили. И потом он говорит, если надо театру помочь, иди. Рухсат берди. Наби Каюмович очень ревнивый. И это, если надо театру помочь, то иди, да? И мама болды, да. И новый сезон его убивают. Да, 2007. Все, в этот момент я как раз должен был... Сезон ochilishidan oldin, 3-4 sentyabrlarda bo'ladi voqea. Да, и keyin что-то oradan bir yil o'tdi. Я на этом стою, на перекрестке панорамки. Стою, сюда заверну телефон.
Звонит Боря Гафур, говорит, Бабур, дорогой, спасай, у меня артист не приехал, Сайфуддин. Не приехал, не смог приехать со съемок. Короче, что-то там произошло, что он не смог приехать. Не подставил, а просто не смог приехать. Он говорит, через 3 часа спектакль надо сыграть. Вот. Я говорю, сейчас, раз, и он, ты где был, блин? Shimlar kirib ketgan. Kim endi xabar bo'lsa, Val bu Ilhom teatrini asoschisi. Rejissor judayam bir ajoyib u O'zi teatrovet edi. Teatr rejissori bo'lgan, o'zi teatrovet bo'lgan. Endi afsus shunaqa fojiali yakun topgan hayoti o'ldirib ketishgan podyezdda. Haligacha biroz sirli voqea. No, молодец. Teatr yashayapti, qarang, haligacha Ilhom qancha. Yo'q, misol uchun ochilgan teatr hali yopilganini ko'rmadim. Я не видел. Хоть знаешь, хоть один театр, который закрылся. Yo'q. Такого не бывает. O'shaning uchun teatr ochgan odam o'ziga haykal qo'yib ketadi deyiladi. Hech kimga zarari ham yo'q. Teatrda yashab yuraveradi, hech kimdan pul Teatr so'ramaydi. o'ldirib bo'lmaydi. Men ko'rmaganman, teatr ochilib, yopilib qolgan. Bitta ham teatr. Bitta tarixda bitta teatr deydilar, unaqa narsa. Yomonmi, yaxshimi, nafas olib turaveradi, o'sha bir narsa bo'lib turaveradi. Je spektakl o'ynalmasa ham artistlar kelib bir Ichkarisida ishlab, arvoishmanida repetitsiya qilishadi. Repetitsiya ketadi. Boboda ishlash bo'lmasa. No da, teatr. Mana boyagi savolimiz baribir oxirigacha yetmadi. Mana shu yoshlar haqida gapiradigan bo'lsak, mana yosh aktyorlar, o'zi umuman aktyor emas, prosta yoshlar. Endi siz mana dars ham berasiz, teatringizda yosh bolalar, qizlar keladi. Shular bilan qanaqa o'zi yosh avlod tushunish masalalari? Umid bormi? Umid bor. O'zi вообще как чисто поколение, отцы и дети masalasida ham. Да, вот есть очень талантливые ребята. Просто бешено талантливые ребята. Tug'malar bor. Men просто hozir aytolmayman kim. Kimdir aytmasangiz Да, xafa bo'lib yo'q, qolishadi. damas gap. Зазнается. У меня есть такие ребята. Очень талантливые ребята есть. Но вот у меня ko'pchiligi не читают. O'qimaydi. Он очень талантливый, я не буду говорить имена, очень талантливые ребята, на сцене стоит, в глазах интеллекта нету. Там нету ничего сзади, пустой. Бэкграунд yo'q. Вообще ничего нет. Ну, прочитай, пожалуйста, уже что-нибудь. Одну страницу в день. Очень жалко таких ребят. Очень жалко. Keyin я своих студентов заставляю читать. Очень много заставляю читать. И сам читаю при этом. Потому что с ними же надо потом обсудить эту историю. Поэтому и самому приходится заново прочитывать. Вот сейчас миллион лет назад читал Бесов Достоевского. Вот сейчас прям вот есть shunaqa kitoblar bor, anchadan beri ancha bo'ldi o'qib qo'yganingiz. 20 yil oldin o'qigansiz. Да, например, да. O'sha paytdagi aqlingiz bilan. Да, уже voqea hammasi esingda bor. Nima bo'layotgani, например, вот те же Бесы, да, Достоевского. Hammasini bilasan, lekin уже ko'p narsa esingdan chiqib qo'yadi. Вот тогда можно слушать аудиокнигу. Понимаешь, да? А hozir hamma audio o'qiganmisan, eshitganman. Как так? Хватит, ты что, ты кого меня, ты кого? Kim aldayapsan, kimni? Зачем ты Kimni это deb делаешь? qolsam? Да. Piyesani ko'rmadik, У меня bo'lmaydi есть- hech qachon. У меня есть пацан, я тоже не буду называть его имя. Я говорю, ты это читал? Он говорит, да. Я говорю, ты это читал? Он говорит, да. А вот это читал? Да. Молодец какой. Что он это говорит? Я не помню. Говорит. Я говорю, как ты не можешь, не помнишь, когда ты это читал? Hozirgina o'qigan bo'lsang, qanaqa qilib esingda? Qachon o'qiding buni? O'tgan hafta. Qanaqa qilib esingda yo'q? Men просто eshitaman-da ularni. Ну, конечно, ты кого ты? Блин. Жалко вот таких ребят, талантливые, не читают, ленивые. Но есть вот, misol uchun,
Он мне очень нравится, я не буду называть его имя. Очень нравится, хороший пацан. Талантливый. Очень талантливый пацан. Ну, разговаривать с ним не о чем. Ну, не о чем говорить с ним. К сожалению. Bo'ladi shunaqani ham. Понимаешь? Siz maslahatingiz xullas ko'proq o'qilaring demoqsizda. Ну, в любом случае артист o'qish kerak-da, обязательно. Ну, конечно, это же у тебя же должен быть, как сказать, воображение откуда появляется. Ну, из книг же это. Biz o'zi har podkastda shu haqida gapiramizda. Kitob aql qo'shmaydi. Kruгозор qo'shadi, kengaytiradi. Biz har doim shuni aytamizda, что baribir sen badiiy adabiyot Потому что o'qishing чужой kerak. опыт. Ha, chunki sen har bir o'qigan kitobing, sen o'sha qahramonlar bilan yashaysan. Chunki bitta kitobni endi bunaqa olib qarasa, masalan, 5 kun o'qishingiz mumkin, 1 hafta o'qishingiz mumkin, ba'zi kitoblar bo'ladi 1 oy o'qishingiz mumkin. Siz prям yashaysizda o'shalar bilan. Uni qanaqadir bir ichki holatlarini tushunasiz. Shu o'tgan gal ham aytdik-ku, ya'ni adabiyot sizni boshqa odamlarni tushunishga o'rgatadi. O'sha hissiy intellekt va empatiyani oshiradi dedik-ku. Просто mana вот bu kitobni yozgan odam bir narsani tushunib yozgan-ku. Shuni sen ham tushunib olishing kerak. Birovni xatosini qilmaysan. Xatolarini ko'rsatib beradi. Ну, как бы она развивает, kitob aql qo'shib bermaydi. Kitob o'qib aqlli bo'lmaysiz. Кругозоринgiz kengayadi. С тобой есть о чем поговорить, есть о чем помолчать в конце концов. Понимаешь? Я не знаю, как может быть неинтересно, как можно настолько к себе плохо относиться, что ты же заберешь только то, что ты прочел и увидел. O'zing bilan nimani olib ketasan? Faqat o'qiganingni, ko'rganingni. Bo'ldi, boshqa hech narsa olib ketmaysiz. Shunchalik ham o'zingni hurmat, я не знаю. O'zini qadrlamaslik deymizmi endi? Как можно тупым сдохнуть? Ну, это же... Keyin Yana birinchi asrda bergan savolimiz sababi ham baribir Bobur aka juda ham katta mana shu ustozlar davrasida ishlaganlar-yu, bularga og'irroq ta'sir qilsa kerak edi. Hozirgi avlodda umuman o'qimasdan kelishlarini-da. O'zlari qo'rqib turgan bo'lsalar kerak o'sha yoshlik. Bizning paytimizda mana Muhabbat fani darslari esladik-ku, Muhabbat To'laxo'jayevani. Har darsda biz qanaqadir pyesani o'tardik-da. Masalan, bugun yig'lardik-da, aytardilar. Bo'ldi, borasanlar, bugun Medeyani o'qib kelasanlar, keyingi dars Medeyani tahlil qilamiz. Keyingi dars kelamiz, ha. Lopodeviga biror bir asari tam. Девичий источник nimadir, короче. Bor, shuni o'qib kellaring dedilar. Самый плодовитый. Ha, timni yozib o'rgan u ham, tugamaydi asari. По-моему, to'xtamagan. Ты видел, сколько у него пьес? Qilyapti, bilmayman. Men junchalik yoqtirayman. Schillerni masalan o'qidirdi, bo'ldi. Makr va muhabbat, qaroqchilar degan asarlari bor-da. Bir haftaning ichida siz shuni o'qib kelishingiz kerak edi va uni просто o'qishingiz kerak emas, uni tahlil qilishingiz kerak. Shekspirni почти полностью o'qitganlar. Romeo Julietta'sini ham, Macbeth'ini ham, Gamlet'ini ham, Attillasini ham. Как бы это азбука, да? Usiz iloji yo'q-da, bu как бы baza-da, rejissor uchun ham baza. Hozirgi kino uchun ham shunaqami yoki balki qanaqadir tendensiyalar o'zgargandir? Kinoni bilmayman-ku, teatr men bolalar kelishaman. Yaqinda bo'lgan narsa. Bola kelyapti. Nima o'qigansan? Две книги узбеки читают. Это «O'tgan kunlar» и «Ikki eshik orasi». Hamma shuni aytadi. Хорошо, что эти две книги написали, чтобы они читали. Kelyapti, nima o'qigan? Nimaga teatr? Teatrni yoqtiraman. Qanaqa spektakllarni ko'rgansan? Spektakl ko'rmaganman. Wow. Qanaqa qilib teatrni yaxshi ko'rasan, spektakl ko'rmagan bo'lsan? Bitta ham spektakl ko'rmagan. Birinchi kursi oxiri. Qanaqa kinolar yoqadi senga? Bitta kinoni qayta ko'raman, telba. Yaxshi. Yaxshi, yana kinolar ko'rganmisan? Esimda yo'q uncha. Qanaqa kitoblarni o'qigansan? O'sha o'tgan kunlardan tashqari. Yo'q, o'qish niyatim bor, hali o'qiganim yo'q. Пацану 20 лет.
На минуточку. Да, это Foydasi yo'q. все, bo'ldi bu уже. Это человек, ну все, это как ячейка общества, его можно похоронить. u shakllanib bo'lgan. Уже Şey, bo'lgan. Man nima deb o'ylayman, o'zi kitobni odam подростковый paytida o'qishni boshladi, bo'lmasam foydasi yo'q. Yo'q-da. Смотри, man 14 yoshimgacha deyarli hech narsa o'qimaganman. 14 yoshda o'qiganmisiz? 14 yoshdan 18 yoshgacha har hafta ikkitadan kitob konspekt. u ham deyarli o'sha подросток. Man подростковый, man 12 dan boshlaganman o'qishni. Да, ты знаешь, как получилось? Я пришел в театр в 14 лет. И man bilan hech kim толком gaplashmayapti, потому что со мной не о чем было. Не о чем говорить со мной было. Keyin man adam oldiga kelib, menga kitob bering, man kitob o'qiy, мне надо развиваться, потому что я ничего не понимаю. Станиславского читать ни хрена не понимаю. Ну, само собой. Вообще ноль, что там, я вообще не понимаю, про что даже там говорится. Станиславского я прочитал в 16 лет, первый раз. Потом первая книга «Черный обелиск», «Приманка». Xo'p, yaxshi. Men ko'p savollarga javob topdim o'zim uchun. Xo'p, Первая книга это была, потом разбор ее, и начал я с ремарка. Это Валярка, «Три товарища». Вот «Три товарища», я там вообще с ума сходил по этой книге. И пошло-поехало. И вот так 4 yil har hafta ikkitadan kitob, среда, суббота, воскресенье, типа у меня выходной, но выходного не было, потому что надо было читать. Понимаешь, да? А вот есть ребята, я знаю, это вот мой личный ман, шахси таджриба, это я заставил с 20 лет читать. И сейчас их не оторвать. Ну, xo'p. Okey. Unga ham siz sababchi bo'lib qolgansiz. Menda masalan, men ham to'g'risini aytaman, mana maktabga chiqqanman. 7-sinfdan, shu 7 yoshimdan chiqqan bo'lsam, mana 1-2, 3, 4, 5-sinflarda mana nima o'qish kerak bo'lsa, shuni o'qiganman. Mana adabiyot bo'yicha nimadir she'r, nimadir tam qanaqadir hikoya, shuni o'qiganman. Undan uyog'iga hech narsa o'qimasdim. 12 yoshimda qattiq shamollab qolganman. Прям мощный рассказывал, в Таиланде рассказывал. Да. И bir hafta прям pastelniy rejim uyda yotadigan bo'lganman. U paytda televizorda bir 3-4 ta kanal bo'lardi. Hozirgidek YouTube yo'q, telefon yo'q. Zerikib o'lib ketadiganman. Просто shu darajada zerikib ketganman. Nima qilishimni bilmayman. Yana qish, na bir ko'chaga chiqa olasiz, na bir hovliga chiqa olasiz. O'zi shamollaganman. Ona deganman, zerikib ketdim, yotirib nima qilay, vashi zerikib ketdim desam, zerikkan bo'lsang kitob o'qi deganlar. Keyin rostdan zerikkanimni nima qilishimni bilmasdan bundoq qaraganman-da, polka bo'lardi, ozgina kitoblar u yoq bu yoq qilganman-da, nima qidirsam ekan, nima tam ko'nglimda o'yil bo'lsa edi, o'qirdim deganman-da, Sherlock Holmes endi shu paytdan bari qiziqardim detektivlarga. Bundoq qarasam, Остров сокровищ bo'lgan. Robert Louis Stevensonning romani Xazinalar oroli. Bundoq qarasam, ustida bundoq pirat rasmi turibdi, bundoq yunga bilan bundoq ana shu endi xazinalar oroli bo'lsa, bir qanaqadir qizuroq bo'lsa kerak, endi bundan tilla-pilla qidirib yurishsa kerak deganman-da, shuni o'qishni boshlaganman. Bo'ldi. U juda muhim narsa, birinchi o'qigan kitobingiz. Да, интересно. Birinchi o'qigan kitobingiz sizga yoqish kerak. Ani majburlab bolani mana buni o'qigan deb turib, biror bir og'ir kitobni berish kerak emas. O'zi xohlagan kitobni o'qish kerak. Ты знаешь, да, как ученые выяснили, как заставить детей читать? Как? Я долго, man ko'p izlandim, qanaqa qilib bolalarimni kitobga o'rgataman. Telefon. Xullas, uchonli olimlar uyda mana hozir bolang necha yosh o'g'ling? 7 ga to'ladi. Вот это возраст. Misol uchun hamma yoqga kitob tashiysan. O'yinchoqlarning ichiga, yostog'ini oldida, tualetda, dushda, hamma yoqda kitob bo'lishi kerak. Keyin mana bo'sh qoldimi, ko'rdingmi? O'zing kitob olganda o'qib o'tir. Kelganda papa, подожди, не мешай deb o'qishing kerak oldida. Подожди, папа, пожалуйста, я в туалет хочу. Хоть здесь это писи, но я буду читать.
И вот так bola borib keyin kitobni o'zi qidirib topib senga o'xshayman deb o'qir ekan. Lekin hamma yoqda kitob turishi kerak. Bu juda muhimda. Uyingizda обязательно shu polkangizda kitob ko'p bo'lishi kerak. Menda ham shu bitta devorim endi kitob bo'yatadi-da, mana shuncha bola mana borib qiziqib olib bir bolalar qiladi. Постоянно o'qiyotganingda bolang olding keldimi itarib yuborishing kerak ekan. O'zi ko'p kitob o'qiganlar gapirib berganda aytadi, "Men dadam anaqasi bo'lardi, ichida kitoblar bo'lardi" deydi. O'shani ko'rib anaqa qilgan ekanda. Всемирка bo'lardi. Polni bir 100 dan oshib to'lmaydi. 5000 книг у нас дома было. Больше 5000. Вообще мощный ekan. Папа Ну, с мамой да. на книгах. Да. Endi Bahodir aka yo'ldoshi прям великий teatralniy rejissyor bo'lgan bu inson. Menimcha 25 yoshda, главный 27 yoshda men просто tushunishingiz uchun teatrlar har xil bo'ladi. O'sha aytganimizdek, katta teatrlar, kichkina teatrlar bo'ladi. O'zbekistondagi eng katta teatr eskidan hozirgi akademik milliy teatrimiz bo'lgan. Ya'ni u payt Hamza teatri. O'sha Hamza teatrining bosh rejissyori 27 yoshda bo'lganlar. Bu просто menimcha tarixda bilmayman, единичный случай bo'lsa kerak deb hisoblayman. Butun bir respublikani bosh teatrini главный rejissyori 27 yoshli yigit bo'lishi bu hech qachon tarixda bo'lmagan narsa menimcha. 27 yoshda bo'lganda ham ana qaysidir ministr jiyani, o'g'li bo'lganliklari uchun bo'lmaganlar-da. Исключительно он у Lubimovda ishlayotgan edilar, Tagankada u payt. Moskvada. Da, Toshxo'ja Xo'jayev keyin telefon qilib chaqirib olgan. Lubimov aytgan, "David rukovodитель езжает". И qo'yib yuborgan. 27 yoshda eng katta milliy teatrni главный rejissyori bo'lganlar-da. Bu просто dahshat. Momom Kattaqo'rg'onda adam momom o'tiribdilar. Momom intervyu beryapti. Buvingizlar. Momom derdi. Ne adam o'tiribdilar oldida. Endi momom maqtab ketdilar. Meni o'g'lim 27 yoshda teatrni boshqargan. Adam oyi Lermontov 27 yoshda o'lib bo'lgan o'zi. Nima bilan maqtayapsiz gapni? Lermontov 27 yoshda o'lib bo'lgan o'zi. O'zi ozgina shu adezlar haqida ham gapirib bersangiz bo'lar ekan Bobur aka, chunki Nimani? mana misol uchun sizda o'zi umuman sizni xarakteringiz va umuman sizni hayotingiz shakllanishida qanaqadir bilmayman ham ta'sirlari yoki umuman shaxs sifatida juda katta inson bo'lganda, Bahodir aka juda katta veliki odam bo'lgan. O'shanga masalan biza endi tashqaridan eshitganmiz, davrlarda o'tirib qo'ysa Bahodir aka deyilardi-da. Misol uchun mana endi siz baribir ham farzandlari butun umr qanaqa bo'ladi bunaqa odammi, misol uchun farzand Такого нету. O'g'lim o'tir. Мы do'st edik. Bir xillarida, конечно, yirdim yoshligimda, normalniy shapalloqlab olganman, lekin уже где-то 16 mana adam bilan kitoblarni o'qishni boshlaganmiz. Просто do'stona hech qanaqa nasihatlar, mana bunaqa narsa yo'q. Он очень простой человек был. И хохмач, анекдоты, постоянно анекдоты. Ну, он прикольно был. Он маманака серьезный. Когда работает, не подходи. Ishlayotgan paytlarida yaqinlashib bo'lmaydi. Hech kim umuman. Tak, yo'q, juda yengil. Hazilkash. Hazillashib o'tirardi. Eng zo'r период bu, конечно, pandemiya. Pandemiya paytida biz mana полная пандемия adam bilan o'tkazdim. Такое количество времени я с папой не проводил. O'tirmaganmiz. Nimaga? Chunki odamning постоянно ishlari bor, meni ishim bor. Bunaqa o'tirsa, bir haftada 2 marta, 1 marta 3 soat, 2 soatlab gaplashlardi. Keyin men uyimga ketardim. Adam тут полный пандемия adam bilan. Shkolingizda. Har kuni. Ну, классно, zo'r payt. O'z necha yoshdan общаться qilish boshlagansiz? Был же у вас период, когда
o'n to'rt to'g'ri. Ungacha yo'q 11 yoshida adam chiqib ketdilar 3 yil 3 yil orada uzilish bo'lgan. да 3 yil orada uzilish bo'lgan и то никаких запретов не было, не общайся с ним, не было таких запретов. Папа, Адам постоянно ishlaydilar. Payt Fransiyaga ketganlar, o'tda spektakl qo'yganlar. Да, как раз это этот период. Fransiyada yashadilar ancha. Keyin keldilar, keyin o'tdan anu keldi. Shato. Bala Shato. Navoiyni o'ynadi. И o'shan bilan master-klass bo'lganda o'shda Adamma teatrida. O'shda spokойно kelib, assalomu alaykum deganlar. Потом он меня не узнал, я уже большой. Как раз o'sadigan paytingizda yosh bolada bittada yuzligi ugri chiqib mo'ylovlar. Да. Ovoz degan. O'shandan keyin bu yaxshi. bundoq qaragan, tanimagan kim mani adadi. Hatto Mordоворot есть в прыщах. Yaxshi. Nimani o'qiyapsiz hozir endi o'zingiz? Я же тебе сказал, Dostoyevskого. Besini qaytib o'qiyapman dedingiz. Полностью hammasini o'qib chiqmoq. Полностью Dostoyevskiyni o'qib Да, chiqmoqchisiz. надо обновить. Men lekin biz Dostoyevskiyni yaxshi ko'rganman, har doim qiynalganman lekin. Ты знаешь, сложный, Он сложный, сложный он язык. сложный, да. Но если ты знаешь хорошо русский язык, то он не сложный. Может быть, и сам по себе он сложный, да, baribir yozayotgan narsa ham. Да, он Ruhiyatingizga ham ta'sir но qiladi. так красиво пишется. Нет, он, конечно, iflos zo'r. Но очень хочу посоветовать тебе прочитать Ромена Гори обязательно. Просто всего Ромен Xo'p, Гори. men qidirib ko'raman. Просто хамасını o'qi Ромен Горина. И вот это я тебе не скажу как. Я тебе напишу. Южнокорейская девушка вышла. Что она пишет? Романы, рассказы? Да, романы, рассказы. Легкое. Это не... Это не вот это Грузилово, когда ты... Когда тебе хочется легкую литературу. Да, вот да. это просто идеально. Всё, Она всё. еще... Запомнишь? Прачечная, которая стирает печали. Это последнее. то, Koreya что- dedingiz, a? Да, Корея. Men endi yapon adabiyotini o'qib turaman. Харуки Мураками, Да, это да, все да. хорошо. Да. Это все Ясунari хорошо. Kawabata, Да, Kizza это все, Burdakoy. это все хорошо. Но есть сейчас новая литература. Они... Murakami ham eski emas. Да, я Хайоту. Я Яман, знаю да. все. Я имею в виду, Современная литература. что вот это молодые сейчас так на таком прикольном языке пишут. Ну, как бы, вот hozir 18-19 yosh bo'lganimda maza qilib o'qirdim-da shuni. Men shuni aytmoqchiman-da, menda yaqinda mana qo'limga bitta kitob tushdi-da. Orol va dengizmi, qayiq va dengizmi bir narsa deb nomlanardi-da. Короче, o'zbek yosh yozuvchilarning hikoyalarini to'plami ekan. Ichida bir 30 tacha yosh yozuvchilarni to'plami. То есть yosh yozuvchi deganimda qanaqa? Интересно, где Ну, это? davomini eshiting-da просто. Qanaqa mana shu bir eng kattasi men tengiladi, где-то bir 84 maksimum bo'lishi mumkindir. Unaqa nima deydi, Erkin Azam, tam Shukur Xolmirzaevlar emas, yosh yozuvchilarni-da. Bir 30 ta hikoya bor. Shuni erinmasdan keyin shu mana nima bo'lyapti adabiyotimizda, qaysi tarafga qarab ketyapmiz dedimda o'qidim-da, yoki это просто tlenda qanaqadir bor-u. Mana
Ужас в смысле. Kimdir o'lgan, kimdir bilmayman o'zini qizini zo'rlab qo'ygan otda, yana bir narsalar nimadirlar-da. Чернуха в смысле. Chernuxa, bu qanaqadir yana ani yozilishi ham g'irt sovetskiy yo'lda qanaqadir nimada yozilgani bo'lardi. Mana sovetskiy hikoyalar bo'lib, birinchi jumla обязательно tabiatdan boshlanadi. Osmonda quyosh charaqlar edi, qushlarning bir narsasi. Любой asar shunaqa boshlangan-ku. Bu hammasi shunaqa-da. Imdo o'qiyapman-da, такое ощущение, что bilmayman, tag'in 1960-yillarning 70-yillarning hikoyalarini o'qiyotgan. Savkovый. Вообще savkoviydi. Imdo o'qidimda, keyin yozdim ham Twitterda. Har bitta 3 ta o'qigan hikoyamni yozib chiqdim-da. Bir ikkita hikoya bor edi, ichida normalnisi. Bittasi Jo'lon Jovliyev yozgan hikoya, o'sha qo'rqmani yozgan yigit. Ikkinchisi bir ayol kishiniki edi, kinoga tushamiz bundan sizganda, o'zbek tilida, ha. Qolgan hammasi prям tilenda. Yana aytmoqchi bo'lganim, mana hozir koreyalik qiz aytdingiz-ku. Mana yengil, tili deyapsiz-ku. Men kutdim-da, shu hech bo'lmasa bitta personaj bormikan? Mayli Coca-Cola ichmasa ham, kofe ichadigan bitta personaj bormikan dedim-da. Ishonasizmi? Yo'q-da. Masalan, agar men qo'limga kitob tushsa-da, birinchi jumlasi bugun yakshanba edi, o'zimga bitta zo'r kakao qildim-da, YouTube'dan o'tirib falon loyihani ko'rmoqchi edim deb boshlansa-chi, men o'sha romanni o'rnimdan turmasdan oxirigacha o'qiyman-da. Chunki men o'qiyman, mana YouTube ko'radigan qahramon bor ekan. YouTube ko'rmaydigan odam bormi hozir? O'zbekistonda hamma YouTube ko'radi. 40 yoshdan pasti, по крайней мере, hammasi ko'radi. Ularni o'qisizchi, prям 70-yillarda bo'lyapti voqea deb o'ylaysizda. Ha, baraka toping. Xuddi bir men shunga keyin aytdim-da, "Oy, xudo xaringlarni bergurdi. Men hech kimni tanqid qilish, boshqa qilish maqsadida aytmayapman. Sal bundoq bir qanaqadir современный narsa yozinglar." Demak, mana shuni o'qisang, maza qilasan. Shuda o'qiyotgan odam ham bir mazza qilsin. Men faraz qiling, mana kitobni oldingiz. Bugun haqida yoz deyapsiz-da, to'g'rimi? Ha, bugun yakshanba edi, YouTube'dan ular loyihasini ko'rmoqchi bo'ldim-u, o'zimga kakao damlab o'tirdim deb boshlansa, qanaqa qilib o'qiymiz uni? Видеопрокат Дон Кихот. Прочитай. Videoprokat. Тоже южнокорейцы пишут. Видеопрокат Дон Кихот. Ты затащишься. Ой, маза qilasan. Только не надо к этой литературе подходить как очень. Yo'q. Men Это не Достоевский, это не Толстой. Men o'zi adabiyotga juda yengil qarayman. Juda простой человеческий narsa. Oddiy narsa. Yuragini shundoq deydigan narsa. Men o'zi oddiy qarayman. Menga oddiy narsalar haqida bo'lish qo'y. Просто oddiy odam ichidan o'tayotgan narsa, oddiy hayotida bo'ladigan narsa. Shunaqa narsalarni o'qigim keladi mana. Chunki buyuk romanlar o'zi shundoq ham yetarli-da. U tiqilib yotibdi. Yo'q, hozir ham yaxshi narsalar yozilyapti. Ты Иванова читаешь? Иванов. Сердце Пармы, последнее то, что я прочитал. Общага на крови, глобус. Rus adabiyoti, современный rusmi? Pelenin, Сорокин, sal pal bilaman bo'ldi. Это вот я до них не дорос. Я не понимаю. Прикол защиты. Не, я до Пелевина я не понимаю. И Сорокина тоже. А есть Иванов, который, сейчас я назову произведение, ты сразу поймешь. Геолог, который Глобус пропел. Да. Вот это он. Почитай его «Общага на крови», «Мачо не плачет». Тоже современный, легкий язык, но кузину зомисан, да? И хочется, чтобы не кончалась эта книга, понимаешь? Вот такая книга. Bo'ladi o'zi shunaqa kitob. Иванов. Ana bet tugagan sari настроение hozir tugab qoladi ya, shu yana ham bo'lsa bo'lmas 100 ber deysizda. 5 ta varroq qolganda yopib qo'ysan, borib chakib. Mayli, tugataman. Tugab qolmasin deb. Tugashini xohlamaysizda. Patrik Jushkin shunaqa bo'lgan parfyumer. Parfyumer. Tugashini xohlamasdi. Bitta dialog yo'q, ash kitob bilan ekan. Vashcha iplos. Kinosi bor-ku. Kinosini ko'rganman. Uni amallashganda kitobda bitta dialog yo'q. Shunaqa yozilgan, faqat hid. Shunaqa yozilgan, hidlarni sezasiz. Shunaqa yozilgan. Rus tilida endi, во всяком случае, o'zbek tilida bilmayman. O'z kinosi ham yomon emas juda. O'qiyotganingizda hidlarni sezasiz. Shunaqa точно yozib chiqqan. Просто kinosi popsa. Yomon kino emas. Yomon kino emas. По сравнению, в каком стиле написана книга. Men oldin kinoni ko'rib, keyin kitobini o'qiganman. Shuning uchun menda anaqa bo'lgan, boshqacha. Не, я не говорю, что это книга лучше. Нет, стиль у книги другой. Ну, само собой. Так написано. Chunki kino qila olmaysiz hamda. Bor shunaqa yozuvchilar, uni hech qachon siz kino qila olmaysiz. Причем Patrik Jushkin faqat mana shu asar bor. Mana boshqa narsasini o'qimaganman lekin. Yo'q. Mana boshqa narsasini o'qimaganman. Endi shunaqa ular shunaqa asarlar bor.
Men haqiqatdan tushunmayman. Mana hozir Pelevin deyapti. Hamma maqtaydi Pelevinni, Sorokinni maqtaydi. Lekin men tushunmaganimda nervim chiqib ketaman-da. Men o'ylaymanki, men bu kitoblarga hali o'sib borganim yo'q. Ki anaqa ham zo'r ruslardan metroni yozgan. Nima edi familiyasi? Anaqa qilib turing hozir. Men aytmoqchi bo'lgan narsam, ular yomon yozuvchilar emas. Misol uchun Kafkani ham men yoqtirmaysizmi Kafkani? Для меня сложная эта литература. Ну, я вот menga aytishgan, mana Pelevin. Men aytganman, men Pelevinni o'qiganman. Menga Generation P. Men shundan boshlagin deyishgan. Точно maza qilasan. Kirmadi. Вообще. Keyin ладно, Chipayev и Pustotani o'qigan. Там попроще. O'qishni boshladim. Tam ikkinchi barrodan keyin Chipayev bilan Pustota bu Petkani familiyasi. Petka bilan gaplashyapti, Petka qayergadir ketyapti. Birdaniga Terminator paydo bo'lib qolyapti. Qanaqadir shokolad, snikkerslar ichib bor. Miya chiqib ketadi-da. Ну, для меня это сложная литература. O'shaning uchun men hali o'sib yetib borganim yo'q bunaqa literaturaga. Kafka вот тоже вот это превращение, это единственное то, что я смог осилить до конца. O'zi hikoya-ku kichkina. Да, и то мне не смог это. Yo, Kafka ham zo'r, настроениyaga qarab. Lekin bir настроениyangiz bo'lganda protsessni o'qing, maslahat beraman. Protsess chunki Men bitta odamni bilaman, Kafkani на ночь читает. Ну да, yaxshi odam ekan. Я тебе скажу. Потом. Ya men ham Kafkani rosa yaxshi ko'raman burasida. Yo'q, lekin Sarvar aka, lekin siz meni ozmi ko'pmi bilaman. Ozmi ko'pmi bilaman. Siz yaxshimi yomonmi hamma narsani hazm qiladigan odamsiz. Hamma narsani o'qib ko'rish kerak. Я тоже знаю какие-то, но мне не входит это. Yo'q, odam o'zini majburlab o'qish kerak emas. Не надо, Kerak конечно. emas, majburlab emas. Yaxshi yomon farqi yo'q, buni просто yoqsa o'qish kerak. O'qib ko'rish kerak. Mana Kafkani o'qidim deyaptilar, bitta hikoyasini u yoqqa o'tib. Misol uchun Kafkani to'g'risida gaplashish uchun men misol uchun Sarvar nimaligini tushunishim kerak. O'shaning uchun men Kafkani bitta asarini o'qib qo'ydim. Sorokinni yarmini, Pelevinni ikkita asarini, to'rtdan birini o'qib chiqdim. Не входит, не понимаю я. Shu yozuvchi yo sizniki bo'ladi, yo sizniki emas bo'ladi. Mana hozir Dostoyevskiyni boshdan mashinada eshityapman, uyda o'qiyman. Но это уже прочитанные мною произведения, просто освежаю. И o'qiyotganingizda shunaqa оборотlar используют qiladi. Как этот человек вообще жил? Картежник, алкаш. Картежник, alkash, вечно yana В долгах. har doim nima qilgan ekan, mana asar yozish kerak bo'lsa, U yozmasdi. xotiniga, yo'q, aytgan xotini yozgan endi. Va o'zi yozmasdi deb anaqa nimaga noto'g'ri tushuncha paydo bo'lmasa, men aytmoqchi bo'lganim, mana 10 oy vaqt olar ekanda, pulni oladi, boshqa qiladi. Mana 10 oydan keyin roman topshirish kerak deydi. 9 oy hamma ish qiladi-da, lekin biron marta o'tirib qo'liga qalam olmaydi. Oxiri 1 oy qolgandan keyin tuxum tiqilganda deydi-yu. Tak endi yozish kerak deyotganda, shaqilab o'tirib yozishni boshlaygan. Shunaqa odam bo'lgan, ko'p karta o'ynagan, постоянно qarzlarga tushgan. Anaqa Bobur aka, mana men hozir o'ylab qoldim-da, gaplashib, misol uchun biza endi kichikroq ancha avlod sizni butun kino orqali taniganmiz, kinoda bilganmiz-da. Misol uchun keyinchalik ham faoliyatingizda biz uchun kino qiziqroqda, sizni faoliyatingiz davom etishida. Men lekin uncha tushunmay qoldim, qanaqa qilib teatrga ketib qolganingiz-da butunlay. To'g'ri, endi oldindan teatr bilan bog'liq bo'lgan ekansiz, teatrlarda o'ynagan ekansiz, men Yo'q, teatrlarda o'ynamaganman. Men 14 yoshimda birinchi marta sahnaga. Mendan lekin anaqa borki, agar siz kinoga aralashsangiz ham qiziq narsa chiqishi mumkin deb o'ylayman. Rejissyor sifatida. Не думаю. Потому что bu narsani maza qilib qilish kerak. А bu men uchun ish bo'ladi. Я не хочу работать. Я хочу кайфовать. Teatrda maza qilaman. Bu men uchun ish emas. Men hozir kinoga kelsam, bu ish bo'ladi. Mana hozir yaqinda 2 karra pul передача chiqdi. O'tga vedущий qilib meni chaqirishdi. Ishda men uchun bu.
tellab, nервничать qilib, nafik мне это надо. Кино вот сейчас, mana сценарий, mana pul, mana я должен работать там, понимаете? Не хочу работать. Я хочу жить. To'g'ri. Endi shuncha ishladingiz Ты вот так aka. подумай, как нас обработали, что мы единственные в этом мире животные, которые платят за свою жизнь. Ну да. Faqat biz pul to'laymiz. Hayot kechirayotgan. Mushu pul to'lamaydi. Hamma Pul ham yo'q narsa, o'ylab topilgan. Da, понимаете? Chunki ishlash kerak emas. Kayfamaydi. To'g'ri. Yo'q, mana misol uchun, mana hozir siz o'tiribsiz, sizga hech qanday tellayotganingiz yo'q, ishlayotganingizdan, to'g'rimi? Siz o'zingizni maza qiladigan ishingiz. O'zim ish qilyapman. Shunaqa. Вот так жить надо. Вот он кайфует от кино, там, я не знаю, ролики, клипы. Кайфует. Молодец. И все. Rahmat. Вот ты что думаешь, мама, teatrga kel, bu narsa qo'y. Siqilib qoladilar, siqilib qoladilar. Chunki u yerda ishlash kerak. Maza qilib qiladigan ishni kasb tanlasang, bir kun ham ishlamaysan. Siz hozir diydorga ishga borasizda, a? То есть siz diydor doimiy sizni ish joyingizda hozir hisobda, to'g'rimi? Ну, 3 yil, 4 yil plotno ishladim. Hozir sal yengilroq vaziyat. Сейчас уже полегче. Birinchi 2 yil Figikda ham dars berdingiz. haligacha. Hozir ham beryapsiz? Yana yil chiqazaman kursim. Men teatrimda qoladi ular. Diplom spektakl qo'yasizlarmi? Уже bir nechta qo'ydim. Chaqiribdimi? Nodi? 3 ta. O'shalar qiziq, a? Sizga? Chaqiribdi, endi boring. Apkatkadan Vatan olib, sekin boramiz. Apkatkadan o'tasan. Вот Bobur bo'ladi, kelib ko'r. Lekin Bobur haqida bitta aytib beray endi joyida kuldirish uchun-da. Kim edilar ular? Aytib keting. Yo'q, anaqa Bobur spektakli haqida nimani aytayotganini bilmadim, man Bobur deganda shaxsiy miyaga kodlarni urdi. o'ylayapman. Bobur spektakli xullas Didor teatrida qo'yildi-da. O'tda Alisher Uzoqov bosh rolni o'ynardilar-da. Siz hech qachon bunaqa Alish ko'rmagansiz. Siz nimasini, tog'asini o'ynardingiz-a, adashmasam. Shaybanixon ya. Ha, Shaybanixon edingiz, ha, bo'ldi, xo'p. Короче, xullas spektakl ketyapti. Endi Alisher Uzoqov bilan maza qilib o'ynagan. Yorgan. Eng yaxshi o'ynagan roli desam, menimcha yolg'on bo'lmaydi-da. Самое лучшее то, что я видел. Da, spektakl ham zo'r qo'yilgan. Uni rahmatli Adezli qo'ygandilar. Bu nima haqida qilganda, mana bu spektakl. Mana Bobur ham yaqqa bordi, qilich ko'tarib, u yerda bosib oldi, bu yerda bosib oldi emasdi. U Boburni ruhiyati ko'rsatilgandi u spektaklda. Ya'ni bu odam hech qachon podsho bo'lishni xohlamagan, hech qachon qo'liga qirilish olib turib kim bilan urushni xohlamagan. U odam ijodkor bo'lgan. U odam butun umr maza qilib she'r yozishni, asar yozishni xohlaganda, no falakki gardishi bilan shunaqa bo'lganki, shunaqa oilada tug'ilganki, u podsho bo'lishi kerak bo'lgan. Uni mamlakatini bitta odam bosib olgan, u majbur bo'lgan borib yangi bir davlatda, yangi bir anaqani nima deydi, saltanatga asos solishga majbur bo'lgandi. Ya'ni shoh va shoirni o'rtasidagi konfliktga qurilgan asardi. Zo'r spektakl. Ko'rib o'tiribmiz. Spektaklning oxirida hamma sahnaga bundoq chiqib, bundoq turib, muttanaqa Alisher akani siqilishdan berib, qanaqadir monolog o'qiydilar, orqada hamma turadi. Bobur aka ham turibdilar, u yoq bu yoq bo'lyapti-da. Endi Didor kichkinagina-ku, biz bundoq qilib o'tiribmiz-da, ko'rib o'tiribmiz, yonimda Baxti bilan Izzat o'tiribdi, qarab o'tiribmiz-da. Endi spektakl shunaqa qo'yilganki, ikkita yoshroq yigit ana sahnada bundoq o'tirib olib, cho'kkalab o'tirib olib, nimalik qiladi, kommentator sifatida nimadirlarni tushuntirib beradi-da. Shu yerda yoshroq yigit o'tiribdi, u ham o'tirib bunda tomoshabinga qarab, hamnaqa gapiradi-da. Shunda yonida o'tirgani uchun iplosam menga qarab bundoq gapirib, yana ko'zini bundoq qilib boshqa odamga qarayapti-da. Lekin asosan menga qarayapti-da. Chunki yonida o'tirmaydi, естественно, yoningizda o'tirgan odamga qaraysiz. Oxiri hamma sahnaga chiqdi. Alisher aka monologini aytdi. Eng dramatik momentda bola chiqdi-da. O'zi nima ayta olmas ekanda, sal tilda defekti bor ekan. Endi ko'rayotgan bo'lsa, xab bo'lmaysan, jiyan, bo'lgan voqea. Shundan so'ng Mirzo Bobul Hindistonga borib, yangi saltanatga asos soldi va u yerda uning anaqa farzandi Toj Mahalni qurgan kim edi? Akbar, Shohjahon. Yo'q, Shohjahon, ha, Shohjahon. Akbar Shoh Toj Mahal pastori. Akbar Shoh Toj Mahalni, ha? Akbar Shoh Toj Mahalni qurdi deyish kerak edi-da, o'sha yerda til ketdi-da.
Akbar Toj Shoh Mahal Akbar Shoh Biz o'lganmiz. Akbar Shoh Toj Mahalni qurdi dedi-da. Lekin mana shu Akbar Shoh uf bo'ldi-yu. Menga qarab turdi, men unga qarab o'kirib kulgim kelyapti-da. Unda sahnaga qarasam, Alisher aka turibdi-da, u birinchi bo'lib turibdi-da, u kulib yorsa bo'lmaydi-da, u o'ladi-da spektakl. Dodam orqaroqda turuvdilar deb. Chiqib ketganmas. Prens sahnaning orqasiga kirib qochib ketdilar-da, borib. Vadim o'ldi o'sha yerda. Zo'r ana bola ham nima qildi? Alloh tugatdi shunday spektakl tugadi chiqib ketdi. Eslaysizmi O'sha o'zingiz? oxirgi marta edi, chiqqan u sahnaga. Yo'q. Biram qochib ketdingiz-da chunki. Endi men Kelsa yomon keladimi? voy, pishiman chidolmayman. O'z bo'ladi shu narsa lekin. Men chidolmayman. O'zi ani 97-moddada ham men qiynalib ketdim bularni qiynalayotganlarni ko'rganda. Dudularni gapirib berishingiz kerak bo'lgani, yo endi o'zi qiynalayotganingizni ko'rsatib bergansiz aktyorlik bilanda. Men his qilganman shu joyda, men qiynalish. Voy. Kitob sanivalsa. Вот mana gapirishga qiynalyaptilar-yu. Endi bular rollarni o'ynayaptilar albatta. Zo'r chiqqan. Yaxshi. Bog'raga sayohatlar qilib turasizmi? Постоянно xudo xolisa. Chunki birov chiqib kelmasa bo'lmaydi. Yo'q. Juda qiyin. Sizga ham nima kerak edi? Bemalol odamlarning orasida yura olishingiz ham kerak edi. Bunda ham emas gap. Obstanovkani O'zgartirish kerak, ko'rishingiz kerak boshqa joylarda. Aylanib o'z fikringni mana bir kuni gaplashdik. Jimjit joy, spokойно. Mana misol uchun Nyurberg, ana eski shahar atmosferani o'zgartirgan обязательно dengizda emas. Просто atmosferani o'zgartirganingiz уже yangi kuch beradi-da. Перезагрузка deydi. Shu перезагрузка uchun. Taro o'rtog'im bor-da. Endi просто aytolmayman-da kimligini. Tamam, поехали в Дубай дома. 3 дня, 4 дня съездим и вернемся. Там отдыхать, просто посмотреть хочется. Он говорит, сейчас моя жена гладит мне шнурки, чтобы меня на них повесить. Qattan o'zdan ketadi, voy. Pinko aka. Да? Endi o'zdan o'z borib qanaqa. Bir marta ketib o'rganmiz-ku. Aytore, endi bo'lib turadi. Ana o'tirganmiz, uyimda kelishgan, uyim yonib ketgan, bular kelishgan. Yonib ketganda voqima qilmang. Yo'q, yonib ketganda, ana. Ha, to'g'ri. Kirish qismi yonib ketgan. Ana hovlida mana kirish qismi bo'ladi, keyin bu yoqda ichkari hovli bo'ladi. Yo'q, to'rxona yonib ketdi-da. Lekin to'g'ri, normal yonibdi. Kuxnya 370 kvadrat yonib ketgan. To'g'ri. Bular kelishgan, men уже remontdan mashitdi dedim. Men chidolmayman, isib, chilla. Bular kelishgan baxti bilan. Nima tantudasida, yaxshimisiz? Normal. Ketinglar dedim, juma kuni bo'lgan. Ketinglar bu joyga. O'g'lim bor, qarab turadi. Hamma ana oti nima edi? Stroy material hamma narsa bor, 10 kunlik. Bu joyga ketinglar. Bo'pti, ketamiz dedi baxti. Qachon? Ertaga dedim. Ertaga bo'lsam ketamiz. Bo'pti. Aman hayolimga nima deyishni bilmayman. Короче, klip olgani ketyapmiz. Har kuni ertalab uchib ketganmiz. Oson ekan sizlarga ish bilan desa bo'ldi. O'zimizcha plajga borib olib, ssenariy olgan kishi bo'lib bitta rasmlarga tushganmiz-da. Bobur aka kelmas, ijod davom etyapti. Bir narsalar o'zlaricha Instagramga rasm qo'yib qo'yibdilar. Hech qachon qo'ymaydigan odam. Lekin maza qilib davom Davom keladi, yaxshi bo'ladi. Kelgunimcha как раз уже ancha joylar bitgan. Endi shunda bir shunaqa bir sharoit bo'lib qoladi. Biz ham o'zi Charchab o'layotdik. qochamiz turuvdik, shunda to'g'ri kelib qolgan shartiga to'rayamiz. Ana bo'ladi, orada bir hafta
bo'sh vaqtingiz bo'ladi-yu. Bilasiz, ishingiz bordiki, keyingi hafta. Hozir gaplashyapmiz, ertasi kuni уже aeroportda o'tiribmiz. Mayli, nasib yana bir shunaqa aylanib keladi. Xudo xolisa. To'tijon kelganingiz uchun rahmat. Sizlarga rahmat. Eslab chaqirganingiz. Rosa so'rashuvdim Biz rosa rejalashtirgandik. Bobur aka, endi siz Sarvar aka bilan tanishligingizdan foydalanib, mana Nega yo'q deyolmaysiz. va men bilganim uchun Sarvar akaga 2 marta aytdim Yo'q, gaplashishga. Javlon kelib intervyu berganingda keyin senga yozib yubordim. Nima meni chaqirmaysan? Hazillashib yozdim keyin. Rahmat shunchalik, juda ham ajoyib suhbat bo'ldi. Bobur aka, vaqtingiz juda ham tig'iz sizni ajratib kelganingiz uchun. Bemalol ertaga ketinglar. Rahmat kattakon. Rahmat. Sog' bo'linglar. Rahmat o'rtoqlar. Rahmat. Baxtli bo'linglar.